Assalamu alaykum hörmətli görürmələr. Bu gün 2023-cü il 2-ci ayın 12-ci günü yekşənbə. 2023-cü il 6-cı fevral 2-ci ayın 6-cı günü düşənbə Türkiyə vaxtı səhər saat 4:17-də Türkiyəninki və Türkiyənin şərq cənubunda yerləşən Qəhrəmanmaraşda və onun ətrafındakı qoşna vilayətlərdə aid əvriyə təvrəşiş oldu. Şundan keyin hazırgacha bir qancha saat burungacha e'lon qilingan ma'lumotlarda 24 mingdan ortiq kishi hayotdan ayrilib, yaralanganlar soni 81 mingga yaqinlashdi. Bu qadimgi tavrashniki cho'nliqi 7,6 deb chiqqan bo'ldi. Biz bu munosabat bilan shu kesaski mutaxassislarni chaqirib, shu yetavrash to'g'riliq va tushuncha ega bo'lish uchun suhbat o'tkazamiz. Unda bo'lsa suhbatimizni boshlab ketaylik. Bugün suhbatimizda Shakirjon akamiz va Fatima xonim va Ali Ro'za akamiz va hamda Shakirjon aka. Sizdan boshlamdik. Rahmat. Degandek haqiqatan shu Turkiyadagi fojiadan achinayapmiz. Hamda shu fojiada har xil kelishmaslik yo'liqqan Türk qarindoshlarimiz, Uyg'ur qarindoshlarimiz va barliq jamoatning hammasining ishlarini Xudo oson qilg'ay. Endi qanday qilamiz? Biz o'zimizning qo'lidan kelgan ishni qilamiz, qolganini Allohdan tilaymiz. Men bu ikkilamchi chaqiruvlarga rahmat. Bu intayin vaqtida bo'libdi. Ish qilib, men bo'lsam oddiy shu kasbda 20 necha yil oldida o'qigan, shu vaqtlarda yer tavrashlarni kecha bizning yer tavrashni tekshirish punktimiz bo'ladi. Shu yerda ko'ratdik kunda minglagan yer tavrashlar, har xil yer tavrashlar keladi, cho'ngchilik. Shunga shu yer tavrashni ko'rib turibmiz, haqiqatan achinayapmiz. Ammo shuni qanday qilganda bizga xalqimizga to'g'ri bir tushuncha berib, kelgusida shunday yer tavrashdan qanday qilganda o'zimizni amalimiz bor jihatdan o'zimizga bir amal izlasak degan bir tirishchanlikda biz. Rahmat, hamda yaxshi kirsiz qilibsiz. Sizni Erkin Kamning Netijalik Uyg'urlar degan kitobida to'g'ri xil tafsiliy ma'lumot va men tanishtirib o'tsam yana kam ko'p bo'lishi mumkin. Chunki o kitob yozilgani xil bo'ldi. Araliqda yana bir qancha yillar o'zingiz tanishtirsangiz texnik yaxshi bo'ladimi? O'zimni tanishtirsam oldida qisqa tanishtirish uchun men yaratgan dokumentlarimiz. Shu dokumentning bir beti var, şunu tezroq bo'larmikin deyman bu. Ma'qul. İçilib o'tadi. Dokument açılgıcha endi men 22 yil oldida vatandan Amerikaga o'qishga kelgan. O'qishma asosliq yer tavrash ilmi ve yer shari fizika ilmi asosli bo'ldi. Buni o'ttirdagi bir batni topsangiz, tushuntirish batga borsangiz, shu batni qilib men oddiy bir tushuntirib o'tib, başa qaytamdim. Ama aldig'iman. Oldiki qancha bat? Tuvagi menga yana. Keyinki. Mushibatmi? Mushibatmi? Mushibat to'xtasak, mushibatda endi hamma odam ko'ra oladigan qilib cho'ng qilib qo'ysangiz. Bu mening ekranimni egallab oldi-ku, agar nima qilsam. Ekran egallab olgan. Cho'ng qilmay kichik tursa unda bo'lsa. Ammo asosiy demakchi o'qish. Bu o'qishda men vatanda cho'ng bo'lgan yoqi hamda Xitoyning neft universitetida o'qigan. Uningdagi asosiy kasbimiz shu
yer tevreş, yer şarı fizik arkalık neft çarlaş. Keyin Amerikaga kelganda yoqi Indiana Üniversitesi o'qiymiz hamda yerni tevreş ve yer şar fizik ilmi. Yer tevreş kısmı bir kısım oldu. Yer şar fizik ilmi hamda neft energiyaga bas keladigan kısmı o bir kısım oldu. Ama şu jarayonda asosliq qilganimiz men yetakchilik bo'lgan benim aspirant yetakchi professorim doim o'sha yer tevragan vaqtlarda televizorlarga chiqib yer tevrashning ahvollarini tushuntiradi va analiz qiladi. Bu jihatda mening bir ishlagan projektim shu vaqtdagi butun dunyodagi bo'libmi bizning vatanda 8 yer tevrash punkti bor. Shu punktdan kelgan yer tevrash signallarini ularni analiz qiladik. Uning ustiga manga tushgan yana bir vazifa shu bütün dünyadaki yerlik ve teleseismik deydi, Irak'tan küzdüdüğün yer tevreş ahvallarını küzdüp duradık. Onun içindeki bir vazife North Korea'nı küzdettik. Çünkü o yerdeki ahval bazı atom bombunu etip yer tevredik deydi. O bir ahval. Hem de keyin hizmet çıkan yakı Amerika'nın hem de Chevron guruhi xizmat chiqdi. Xizmat chiqqanda yoqi shirkat o yildan keyin taxmi egilik boshqarishdan tarbiyalash uchun Rice Universitetining MBA Executive MBA deydi. Shu programmada egilik boshqarishga kirgan. Keyin ham xizmat chiqib ham vatanda xizmat qilgan yerimiz hamda shu yerdagi geologiya va neft charlash bilimida ishlagan va shunda yer shari injeneri keyin hamda bir atratning muavin atrat boshlig'i bo'lgan. Ondan keyin 2000-yili Amerikaga kelib Indiana Üniversitesida ham asosliq shu yer tevrashni tadqiqotchi, yordamchi tadqiqotchi bo'lgan. Hamda keyin Chevronga xizmat tushganda bashida geolog bo'ldik. Keyin yer shari fizika ilmi mutaxassislik bir xizmat berdi. Ham uning bilan keyin har xil proyektlarni boshqarish ishlarini berdi. Orqadan shirkat hamda bir şirketinin bir kısmının karar məsləhətçisi, strategik bilimge çıkıp karar məsləhətçisi oraya koydu. Aşı vaxtda hemdeki şirketinin kəmkiləmə ahvallarını öğrenip texnika, injenerlik ve başqarış ilmlərini həmini qoşub məlum bir oxşamaydigan bir oraya geldik. Bu bütün öğreniş jarayonu oldu. Keyin EMBA'ni bitirgəndən keyin şirketinin VC deydi hamda tevekkül meblag bilimiga texnologiyalarga meblag solish va uni shirkatning muvaffaqiyatli ishlatishga yetakchilik qilishga uni qo'ydi. Keyin orqadan butun shirkatning 180 davlatdagi texnologiyalarni qanday ishlatish nimasiga yana bir yetakchilik o'rin qo'ydi. Oxiri hozir qilayotgan ishim Deep Star degan bir 9 neft shirkatlarining Chevrondan boshqa Exxon yoldaydı, yani kalan 9 neft şirketinin bir kooperatiftek, birleşme kooperatiftek bir organ, şu organın hem baş direktör hem de organın board'unun hem de reis bu işlevatımız hem de ahval hazırca moşindadak hem de hizmet bilen aldıraş kültürümüz ütüvatıdı. Lakin facialar 101 vatıdı. Özümüzün koldan kelgiçe hiç bulmaganda avazımızını çıkarsak deb şu oranda oturup sizler bilen birga turibdik. Rahmet, bek yaxshi qisqa ixchamlik berdingiz. Amaliyotda shirkatni qisqalam tanishtirib ketdingiz. Shirkatni bek cho'ng shirkat. Endi o'zingiz keyingi qaysi tartiblarga qancha bet keyingi bet nachamda. Hozir biz yer tevresh to'g'riliq masalan. Oldida yer tevresh to'g'riliq qilib, keyin ashi bet keyingi betgacha. Chunki yer tevresh hozir birinchi nuqta bo'lgandan keyin ikkinchisiga o'tsangiz bu yoqda birinchi oyatga bir chartni qo'yib qo'ydim. Bu chart endi bizdagi ilm kasbiy xodimlar uchun yer tevridi desa shuni ish qilamiz biz. Biz odatda yer tevrisa yerning buzilib insonlarning azoblangan yerini ko'rishni xohlamaymiz. Shu xaritani ko'rsak bizga kifoya shu. Üstlermeyetki grafikni.
Aşı grafik biz için intayın ciddi bir grafik aşı. Hem de keyingi bet götdük. Merkez Asya rayonunda ötken 10 Bu bet hem de bir ciddi bir bet. Bu bette nimeni his qildik desa, men burunqi o'zim shu Indiana Universitetidagi shu yer tevrash ahvollarini kuzatish nimasidan biz shu 125 universitetning birlashma qurgan bir organ bor, konsorsium deb. Buni shuning ustida bor, IRIS deb. Shu seismologiyaning hamma texnikalik shu signalni yig'adigan biri ya. Ama shuning ichiga kirib nimani bayqadik desak, shu 19 kunning ichida mana oldingi oyning 13-kundan shu oyning hozirgi bugungacha shu o'ttiri Markaziy Osiyo rayonida 277 4 baldan yuqori yer tevrash bo'libdi. Shu rayonda 4 balning ichidagi 277 ning ichida Turkiyaning ichidagisi shuning yarimidan chiqqan. Ma Türkiye ma katakçı yapılan. Türkiye'nin olduğu sızıp koyduk. Şunun da içinde ikisi 7 baldan yukarı, 4'si 5-6 baldan yukarı, 15'si 5 baldan yukarı. Adet 4 baldan tüvellerini biz bir yani bozup ketmeydi, adamların hayatını ep ketmeydi dep oylaymiz normal ahvalda. Şu 4 baldan üstüge biz ciddi qaraymiz. Mana şunun da ikinci bet qarsak, mana şunun da görüp olmamız, yen bir bet neçe Ben Türkiye'ye yetip dönersek. Haberdə qıpqızıl üçüsünü gördünlər mi? Şu qıpqızıl üçüsü şu Türkiye'deki hayatını ekip bağlan şu üçüsü şu. 7,18, 7,16, 6,17. Şundak mı? Manga nime şundak küçük görünüp atıdı. Lekin bu enik kör atmız. Men enik kör aldım. Men başka bir enik kör aldım. Türkiye deslep küçü. 6-cı günü bir UTC vaxtı kema. Bir de o 7:35. UTC vaxtı adetте UTC vaxtı Türkiye vaxtından 3 saat keyin bo'ladi. 7:18 ma coğrafik koordinatları tevrashning cho'nqurligi 18 kilometr. Ma distance ma bu? Demakchi, buni da nima demakchi desa, Turkiyada 3 yer tevrash bo'lmadi. Turkiyada mushu 2 hafta 3 haftaning ichida 140 dan ortiq yer tevrash bo'ldi. Biz bilayotganimiz bu üçüsü. Lekin kunda yer tevrash yuz berdi. 4 baldan tüveni hamma yerda yuz berdi deb o'ylasak bo'ladi. Yana bir xarit bor, uni ko'rsatamiz. Endi yana bir bet keling. Yana bir bet kelsangiz, buning qattiqligini yinlikdan boshlab tizib qo'ydik. 4 balligi eng ustida. Demakchi, mushular 4 balgacha 142 tevrigan bo'lsa, 3 balliqlar qancha tevridi buni sanoqsiz desak bo'ladi, ma'lumcha aytganda. 2 balliqlar qanchalik. Ko'pinchisini biz his qilolmaymiz, lekin buni mashin yoki seismogram degan bir biz yer tevrashimizni kontrol qiladigan, shuni o'lchaydigan, sizadigan xaritimiz his qilib turadi. Yana bir bet ko'rsangiz. Endi yer tevrash qandoq yuz berdi? Buni o'zimizning yinlik til bilan desak, yer tevrash mushu o'ng tarafdagi xarita qarasak, shundan aspas tushuna olamiz deb qarayman. Yer tevrash yerning ostida yer uzildi, yer uzilma qatlamlar bo'ldi. Fatima uzilma qatlamlar nima deymiz bu yerda Uyg'urcha? Fault, nima? Bunda uzilma qatlam desak, xuddi yerning o'ttirsi sirtqi qatlam xuddi piyozdek bo'lib, eng ustidagi bir cross, uning ichidagisi bir qismi. Mushular xuddi bir qaymoqning ustida turgandek bo'ldi. Issiq qaymoqning ustida. Bular har xil kuchlar bilan temperaturning o'zgarishi va har xil muhitning o'zgarishi bilan bir-birisiga ishtirilishida, shuning bilan bu surkilish yuz berib, bu surkilishlar nega olgan kuchini ko'rsatdi desa, shu yeriq yerlarga kelgan kuchini ko'rsatdi. Shu yeriqda surkilish yuz bergandan keyin shu surkilish kuchini ko'rsatib, u shu yer tevrash do'lqin ta'sir qildi. Shu ustidagi shu do'lqinlar. Shu har xil do'lqinlar bor, bu yerda 2, 3, 4 xil do'lqinlar bor. Shu do'lqinlarning kuchini yana deymiz. Demakchi, shu kuch bir yerga yig'ilib ma'lum nuqtaga yetganda u kuchni
karşı güç tutup duramıgan vaqtda o sürkiliş aşağıda yüz berdi yoki parçalanish yerda yüz berib o dolqun bilan shu nima yerning ustiga chiqqan vaqtida kuchini ko'rsatib mana bugun Turkiyada yuz bergandek ofat yuz berdi. Yana bir gap aytsangiz. Ma üzlük yerlerde dünyada Hem de ya kam kilen bir düşünmez dese bütün dünyada ma'lum üstüde Türkiye'nin ornunda yumbulak sızıp koyduk. Bütün dünyada aşağılıkı plate boundaries diye bir narsa var. Çünkü bütün dünya az degende 12 minut 15 parça nime o'xshaydi. Bir-birisi kirib ketgan 15 parça ayrım qog'ozdakda bu. Parça. Muşlar bir-birisiga ulanindi yoki bir-birisiga surkilib, va o'tirdagi siziqchilar bor, bular hamda uzilgan rayonlar. Mushu uzilgan rayonlar va yoki mushu har xil shu nima shu platening bir-birisiga ulanadigan yerlari bir yerga yig'ilgan vaqtda aşağıda kuch eng jiq yuz berdi. Masalan, Turkiyaning ahvoli qaraylik. Turkiyaga qarasak, ustida mana mushu Turkiyaga sizib qo'ygan yer intayin murakkab bir yer. Nima uchun murakkab deymiz? Ustiga qarasak Eurasian plate deydi. U Yevropa, Osiyo bir parchasi. Quruqliqning uchun yoki shu platening bir parchasi. Ostiga qarasak Afrika. O'ng tarafga ostiga qarasak Arabiston. Mushu 3 yerdan qistab akilib, mush Turkiyada eng jiq yuz beradigan rayonlarning birisi bo'lib qolishi shu tabiiy muhit shunday qilib qo'ygan. Ama asasda adli qilib men bu shunday tushundiray, keyin Fatima va inchikda tushundiray buni. Chiqib mening o'ylig'im Turkiyadagi masala undaq bir oddiy tasodifiylik emas. Bu tarixiy milyon, 100 milyon yillar bo'layotgan mushu jarayonda shakllangan. Mushning ustida bir narsani his qilgansizlar aqchan yulinish bor. Ba'zi yo'nalishlar 1 santimetr debdi, ba'zi yo'nalishlar 9 santimetr debdi. 9 santimetr degan qanday bir ish bu. Mushu ikki plate bir-birisi bilan surkilishganda yoki yo'tkalganda yiliga 9 santimetr yo'tkildi degan gap. 1 milyon yilda 100 kilometr yo'tkildi degan gap. 100 milyon yil bo'lsa 1000 kilometr yo'tkilsa Afrika bilan tarixda Osiyo billa falan bilan birlikka ayrılib ketdi degan narsadan shunday tushuntirgil bo'ldi. Tarixni misli aytganda. Bu shu yer sharining o'zgarish jarayonidan aytganda. Demakchi, shu az o'zgarish oxiri kelganda cho'ng bir kuchni shakllantirib, u portlab chiqdi. Tabii yan bir bet görürsünüz. Hem de vatanimiz kileydi. Adli qilib bundaq tushuntirdik. Vatandagi ahvol shu cho'ng platelarning ichida shu uzilgan rayonlar hal bo'ladi. Bizning vatanimizda shu uzilgan rayondan moyoqqa 7sini tizibdi. Parchalarimiz uningdan ko'plari bor. Lekin shu 7sidan bu jiq hikoyaning meg'iz yerini tushangil bo'ldi. Mushularda o'zgarish bo'lib, doim surkilish jarayonida bizning shu vatanda to'xtamay shu yatavrash bo'lib turdi. Hamda Indiana universiteti chog'ida men 2 yil bizning shu vatanning o'zida 8 shu yatavrash punktimiz bor edi. Bu punktlarga Amerika mablag' solgan Urumchidagi yatavrash idorasi biz uchun qarab beradi. Bu Amerika nima uchun mablag' soldi desa, Amerikaning shunday bir proyektlar bor yoki Amerikada organlar bo'lib shu National Science Foundation deb davlat fan texnika fondi jamiyatlari bir xalqaro shunday qilib insonparvarlik ishlar nimasini aytganda shuni cho'nqirab o'ylab mablag' soldi bu proyektlarga. Bu yerda qilayotgan ish Aşiyadaki aktif bir rayon bulup mu bizning vatanning janubiy tarafida Hindukush degan bir yer bor. U to'xtamay kunda necha midrab yatavrab turadi. Bizning vatanda bu oz emas. Shunga Ashiyadagi 8 punktni shu vaqt qurilgan. Uni doim
kuzatib turmiz. Endi oddiy qilib men o'ng tarafda 4 nuqtani niqib qo'ydik. Ammo shuning ichida ko'rimiz intayin bizga shu Türk vatandaşlarımızdan şu Türkiye'deki yer tevriştek ağır bu ahvalını kör alayımız şu 100 yılın aldıda. 120 yılın aldıma 1902 yılı. Şu vaxtıda şunun ismi Türkistan yer tevrişi de bilingan. 7,7 bal. Tarixte şuna yazılgan. Demekçi şu 7,17 bal tevrigen 20 bin tek adam hayatından ayrılgan. Onun da kalsa 1931 yılı Köktokay degeni Altay rayoniga tava Akçan isimli kalışça. Altay rayonida mana 8 bal tevrigen. Bunun da 10 bin adam hayatına ayrılgan. 1906 yılı mana Manas rayonida mı hali ağır tevrigen 7,18 bal. 280 adam hayatına ayrılgan deb yazıptı. Hem de keyin 6,15 kısmı yakırak vaxtda Maral Beşidikisi. Ama bunun da başqaçılarım var. Hem de mayada vekil karakterlik neçisini bu yerga tizip koydum. Hem bizning vatandagi ahvol bizning o'rnimiz mi shu nechi o'ttirda qolganda endiq tuvanda Hindiston bor, ustida shu Yevropa Osiyo nimasining o'ttirda rahbariyati. Shunga bizning u yerda doim tağlarning Tangri tağ deydi. Qolgan tağlarning tez o'sib ashundoq chiqish ahvolimi, ya'ni ostidagi o'sha tektonik deymiz buni. Tektonik o'zgarish nimalardan bo'lgan yer tevrashning aktiv bo'lib ketgani har xil tarixiy uzun yillik, million yillik tarixiy nuqtasida aytganda shundoq tushuntirsak balki muvofiq deb o'ylayman. Yana bir so'rasak. Şu nima vatandagi shu nim bilan o'xshash o'rta Markaziy Osiyoning signal nimasiga qaradik. Buningda shu oldingi 19 kunda Turkiyada 142 yer tevrash bo'lganda bizning tarafda 8 yer tevrash bo'lgan. Buning ichida birsi 5 baldan yuqori bo'lgan. 5 baldan yuqori yaqinda shu birinchi ayning 30 kuniga deyman. Shu 5,17 bo'ldi. Kelar yana bir bat ochsangiz chiqadi. Eng ustidagi 5,17 mikan? 5,7 ekan. Birinchi ayning oxiri shu o'xshan. Birinchi ayning 29 kuni 23dan 29. Uxlab ketdi. Demakchi biz shu birini bilamiz, qolgan 7sini ya bilamiz ya bilmaymiz. Ko'pincha bilmaymiz. Cho'qim uni qilib ketmadi. Demakchi shundoq hali kuchlik 4 baldan yuqorilar mana bizning vatandalar 8 bo'lgan. Bo'ldimiz. Ya bir batni oching. Endi intay bir muhim nuqta. Xalqarada har xil qarashli bo'ldi. O'xshamaydigan ideyadagilar o'xshamaydigan ishlar o'xshamaydigan qaraydi. Hamda kasbiy ideyadagilar kasbiy nuqtasidan qaraydi va boshqa odamlar boshqa xil boshqa xil o'ylarning ta'sirlar bo'lgan qarashli bo'ladi. Endi biz ilmiy usulda qanday qaraymiz desa, biz yer tevrash bilan atom bombining siniqining farqi intayin ochiq. Texnik nimasi aytganda. Buni yushiradigan yoki buni so'zlaydigan alayda bir yer bo'lmaydi. Masalan, ustidagisi 2004-yildagi haqiqiy yer tevrash. Ostidagisi atom bomba atgan. Buni qabul qilgan signal rayoni shu Janubiy Koreyadagi bir punkt. Shu punktning shuni qabul qilishi intayin mantiqiy uyg'un. Başida haqiqiy yer tevriganda bu do'lqinning yiniga keladi. Pi degani u yig'ilib xuddi porjonga o'xshashda bu. Eng yiniga oldida keladi, u tezroq. Endi s degandan 1,17 tezroq.
Hem de esna hakkında eskiye vakti o küçüklük kaldı köpalada. Onun da kilidini en dehşetli kildi. Uçakta onu surface waves deydi. Hem de surface kendi şu bu kanda oldu ise birinci chartta bir kim dikkat kıldığını mı? Üstüge çıkıp gelse bu dolkon. O küçük onun buldu dese bu üstüge çıkıp kanda oldu dese pi bilen esnin birleşmesi kütüdü. Onun binaların tüzülüp yetişi, maşınların on-tek koyutuşu, şu küş, hem küş üstüge yığıldı degenge. Demek ki bu yerde Muşu P wave bilen S wave'nin ortasındaki farkı köpalarda 20 sekund ya 30 sekund buluş mümkün. Demek ki tarihte bazılar biz bunu aldın diyalayımız deydi. Aldın diyalayımız degini Amerika'nın noktasını etkanda Amerika'daki USGS degen bir organ var. Bulanın noktasını etkanda dünyada hazırgıça hiç kim bu yer tevreşini aldın malumat bergen emas. Hem hazırki texnika onun berişke yetmeydi. Aldın malumat beriş degen gap aldın nerede, kaçan, qancha bal buludu degen haqiq aldın malumat buludu. Falan yerde bir nas uçuydu, pistan yerden bir xilnin bu buludu eken degen narsa o aldın malumat bo'lmaydi. Çünkü o intayin konkret bo'lish kerak. Endi gapning qiziliga kelsak, qizili men atom bomba qanday bo'ldi desa, bu kuchlik PV shunda kuchlik oldi keladi. Buning shahlida biz bilalaymiz, nimaning atom atgan, nimaning haqiqiy yer tavrashdan bo'lgan shundak aniq. Shunga men u 2 yil shu bizning shu maktabning projektning shu yer tavrashning bisidagi projektning o'sha qismida 2 yildak shu markazning ostida to'xtamay shu narsani ko'rib, kechib uxlamay ko'rmiz ko'p holda. Çünkü onundan ovoz chiqsa, shunda bir xil ovoz chiqadi ekan, darhol uni ustiga yo'llaymiz. Demak ki, shu yerda 1 sekundning ichida biz analiz qilamiz shuni. Demak ki, shunda tez yo'lga vaqtimizda faqat biz bir ish yuz beribdi desa, 20 sekund vaqtimiz bo'lishi mumkin. Hozir anglasak, Turkiyada mushu oldin bera olamiz, endi qattiq yer tavraydi deganni bildirish uchun hozirgi ahvolda 5 sekund vaqt bor ekan. Bu 5 sekund yetmeydi. Meksika'da adet 20 sekundni xabar qila oladi. Mesela 20 sekund tez xabar qilsa binolardagilar qochib chiqib oladi. Qattiqi kelishdim buni. Yaponiyada 80 sekund ketgan. Yaponiyaning qalay taraqqi texnologiyasi ko'p hollarda. So'ng Yaponiyada navoda 8 bal yer tavrabdi desa, Turkiyadagi 7 balga tava. Endi uning nima qilishimiz? Ziyanmi? Ziyan. Hayat ziyan, materyal ziyan, şu bir derece tüven buldu. Çünkü ulanın teknolojiye cihetten, binalarını yaxşı seliş cihetten bunu puxturak buludu. Bu ahvallarını köpünçümüz ben de yaxşı bilsizler, hem yemir bet versek. Bu betten ötüp olduk, hem de mavi, kendik bet kesek. Hem de kesip dallaş, bu hem de bu qo'shimcha qilib yenilik bir shu ko'rmanlarning bo'libmi yosh o'quvchilarimizning yangi xizmat chiqqan, yaqindan taraqqiy qilayotgan yoshlarimizning foydasi bo'lib qolish uchun, shularning foydasi uchun aspas o'zimning shaxsiy qarashini hamda degim keldi. Birinchi meni o'ylaganimcha kasb tanlash intayin muhim. Buningda oddiy ish huquqim bor. Ko'p odamlar shu kasb tanlashdagi ikki nuqtaning birisini qiladi. Bazıları ben yaxşı görmən şu bu kesimi qılman deydi. Bazılar bu kesimi qısam, ben yaxşı görmən qısam, qimmat yaratman deydi. Menimcha bo'lsa, ikkisi tang bo'lsa, hem qo'shal, hem yaxshi qimmat yaratqil bo'ldi. Masalan, o'zingiz yaxshi ko'rgan kasbni qilsangiz, shu darsni yaxshi o'qiy olasiz. Hamda shuni o'qib chiqsangiz, sizga ehtiyojli, sizga yaxshi bozor bor. Şirketler aldırıp sizin elişi mümkün. Çünkü siz başkalarına kıymet yarata alaysınız. Hem de hizmetli bir şey gelsek, hizmet mi okşaş? Adette özümüz yaxşı görgen hizmet kılsak, intayin çoğunkur energiya bilen kılımız, intayin aktif bolumuz.
Hem qandaq ishni qilsak, menimcha uni yaxshi ko'rmayli yoki haq har xil sabab bilan bizga tangib qo'ydi. Ashuni harmay yaxshi qila olsak, intayin biz uchun intayin bir yaxshi qimmat yaratdi. Kelgusida haq qandaq o'ylaydi desa, siz yaxshi ko'rmagan proyektni siz xalqning talabicha qilgan bo'lsangiz, ular o'ylaydi, endi buni yaxshi ko'rganda bersak, Moşu yaxshi ko'rmagan xizmatni yaxshi qilgan odam yaxshi ko'rmaganni taxim yaxshi qilarmiki, yaxshi ko'rganni taxim yaxshi qilarmikin deb kelgusida yaxshi ko'rganlarni ko'proq berdi. Ham eng oxirgi nuqtasiga kelsak, xizmatni taraqqiy qilish. Menimcha bu 4 nuqta o'zimning o'ylaganlarida intayin muhim deb o'ylayman. Har bir ishni yaxshi qilish. Mushu ish chunki biz xizmat vaqtida xizmatni yaxshi ko'rsakmi, shu ba'zi ishlar yaxshi ko'rmaydigan ishlarga uchraymiz. Va boshqalarning talabi bo'yicha bir ishlarni qilamiz, shirkatning talabi bo'yicha ma'lum ishlarni qilamiz. Lekin shunimi tirishib qilsak, o'zimizga yaxshi, chunki buni haq ko'radi, sizga yaxshi fursatni shuni orqadan olib keladi. Endi bo'shashmay tirishish, to'xtamay o'rganish. Bizning hayotimiz, odamning hayoti o'rganish bilan bo'ldi hayot. Ba'zilar ma'lum kasbni qilibdi, mushu kasbning egisi, mushuning ahli oshni oladi mansun degan bu bir taraflılık olmayınca adam to'xtamay yangi hukmlarni bilish, yangi texnikalarni o'rganish, yangi muhitlarga berish. O'zi burun eski bakmagan muhitlarga kirib, o'rgangandan keyin uni yaxshi ko'rib qoldi. Uning ustiga ortiqchilik, odamning ortiqchiligi bek muhim narsa. O'zimizning tabiiy qobiliyatlarimiz bor, ma'lum jihatlarda. Shu tabiiy qobiliyatimizga sarf qilgan 10% vaqtimiz bizde yo'q qobiliyatga. Men yig'izda mening qanim yaxshi emas, naqsh aytolmayman. Men qanchalik tirishsam u yoqdan men qilib bo'laman. Lekin men boshqa bir qobiliyatlarim bor, uningda tirishsam men naqshiga tirishgan vaqtdan 10% vaqtda naqshiga tirishgan vaqt 100% qimmat yarata olaman degan ideyada bo'laman. Bu intayin aniq isbotlangan amaliyot bu. Onun ustiga hammadan muhimi oxiri kelganda EQ, IQ degan narsalarimiz bor. Ko'pimiz bilamiz, hammamiz bilamiz buni. Endi bu EQ degani munosabat degan bir hisob etganda. Xalqni qanday his qilish, qanday tushunish. Endi IQ degan bizdagi qobiliyat. Biz bu ko'p odam IQ qanday o'ylaymiz desa, odamning aqli shirkat sizni akiradi, sizning yurigingiz, sizning ko'nglingiz sizni shirkatni taraqqiy qildirdi. Shu tatmada ustiga qarab menish uchun sizda EQ bo'lish kerak. Yana bir bat ko'rsak. Rahmat. Hozir bir keyingi almashtirishni avval bir narsani qo'shimcha qilib qo'ygim keldi. Hozir Shokirjon akamga soat qancha bo'ldi? Soat 1, kech soat 1dan 17 minut o'tdi deyman. Yo'q, 1dan eshib ketdi hozir. Shokirjon akam hozir Amerikada, Fatima xonim Avstraliyada soat 18 kech saat 6'dan eşip ketdi. Ben İstanbul'da 4 aylan 3 qıta turibni qiladimiz. Hozir Shokirjon akamni jiq tutib olmaslik uchun shunga mushtaq bo'lishni muvofiq ko'rib Shokirjon akam mushta tavsiya qilgan. Shunga yetavra shaqat mazmunlar keyin yana davomlashadi. Men bir slayd tugatib, men biraz o'tira olmayman. Men qolgan mutaxassislarimizni anglab biraz o'tirib orqada qaysam bo'ldi. Ammo eng oxirgisi menimcha. İgilik tiklash, nima uchun bunga men qiziqaman desam, men bu shu igilik tikligichilarga mablag' solib, 5 yil shu sohada ishlagan shirkatning venture capital bilimida hamda shu igilik tiklaganlarga yetakchi bo'lgan. Nima deganda, buningda nima uchun yetakchi bo'lamiz desa, yilda 300 dan 500 gacha, az deganda 300 da kichik shirkatning egilari, yetakchilari bo'lib shu texnologiyani taraqqiy qildirgan shu shirkatning egilari bilan ko'rishimiz. Oldida elevator pitch deymiz. Bularga 2 minutdan 3 minut vaqt beramiz. Shu ideyasi bizning shirkatning ehtiyojiga yetsa, demakchi shu taraqqiy qildirgan texnologiya shirkatning Avstraliyadagi bilim gapirib ishlatgan bo'lamdi yoki Qozog'istondagi bilim gapirib ishlatgan bo'lamdi yoki Turkiyadagi ishg'olimiz ehtiyojmi shu yerdagi mashg'ulotimiz. Aş 1'ye yoki 2'ye ehtiyoj bo'lsa, uning bilan kila oyda kelsang, 1 soat vaqt beraylik deb ma'no qilamiz. Demakchi, mushu jarayonda 1 oy jarayonida nima qilamiz desa, bular nima kerakki, bu
bu şirket şu özünün teknolojini bizge yeterlik taraq qildirildi deb ashunga biz tayyorligimizni qilamiz. Shunga shu jarayonda men his qilganim 5 yil jarayonida ko'p igilik tikliguvchilar ko'p hollarda ularda bir xil ancha to'g'ri bo'lmagan tushunchalar bor. Ba'zi texnologiya o'zi o'ylab qoldim, men yaxshi ko'rdim shu sizlarga ehtiyojliq deb. Shunga umumiylik aytganda bir necha nuqtani men his qildim. Bu yerda igilik tikliguvchi yoshlarimizga va boshqa qarindoshlarimizga mening tavsiya qildigim birinchi intayin kuchli bir ideya bo'lish kerak. Chunki shu ideya demdik endi. Bu ideya sizdagi ideya pishqan bo'lish kerak. Xiyoliy bo'lmasligi kerak. Bu ideya amaliy bo'lish kerak. Bu ideyani ikkinchi qadamda desak mana bozor va xaridorni tushunish. Chunki ash ideyangiz bozorga mos kelishi, xaridorning ehtiyojiga mos kelishi kerak. Yani bir üçüncüsü bu ideyani kichikroq boshlang. Bak yo'g'on ba'zilar keladi, mening ideyamga 1 milyon dollar sizlarning shirkat mablag' solsa, kelayila 100 milyon dollarlik qimmat darhol yarataman deb bakaliqi cho'ng nima bo'lib ketadi. Buni asta-asta qilish kerak. Uning biroz vaqt ketkazish. Chunki o'zimizga mag'lub bo'lish, bir qadamni mag'lub bo'lsak, 2 qadamni yaxshi erishishga fursat berishimiz kerak. Onunda qalsaq, ehtiyojli qobiliyatni yetildirish. Bizda har xil qobiliyatlarni yetildirish angi bo'lish kerak. Men ma kasbning ahli, kasbga qiziqmayman yoki menga ehtiyojli emas deb o'ylamay, shu siz bir igilik tutsangiz, xuddi shu sol tarafdagi shu rasmdek startup deymiz. Shu kichik bir balını baqqandek yoki o'zingizni shunday cho'nqiyotgandek his qilasiz. Shu kichik bola cho'ngan vaqtda kuchli qobiliyatni o'rganadi. O'milashni o'rganadi, yugurishni o'rganadi, yig'lashni o'rganadi, kulishni o'rganadi, gap qilishni o'rganadi oxiri kelgan. Nima o'rganadi? Demak, hamma qobiliyatlar shunday yetiladi. Intayin muhim. Endi yana birisi maslahatchi yoki yetakchini tepish. Qanday odamni o'zingizga maslahat qilish? Qanday odam sizga yaxshi yetakchi bo'ladi? Mushu ideyaviy nuqtalar o'zingizda savol so'rashingiz kerak. Kim sizga intayin yaxshi energiyani to'liqlab turdi? Xuddi chugunda suni qo'ygandek, shu energiya qanday yerdan keladi sizga? To'g'ri energiya, yaxshi bir energiyalik odamlar atrofingizda bo'lsa, bu siz uchun intayin yaxshi biliq tutish qobiliyatini sizga o'rgatadi. Oxiri bu igilik planni tuzash. Bu intayin muhim. Bunun da adette igilik planını tuzashda, masalan, dünyadaki üniversiteler içinde şu Houston'daki Rice University, şu University Business Plan Competition deydi. Şunda dünya için birinci turdu. Birinci mablag' birinci turdu, sonu birinci turdu. Amerika'daki en dağınık üniversiteler, xalqaradan 42 üniversite, şu yaş o'quvchilar o koni professorlar bilan birga kichik shirkatlarni qurib, igirik tiklab, ashiyada o'zining 2 minutlik elevator pitchni beradi, yarim soatlik o'zining savollariga javob berib, oxiri ularga mablag' soldigan shu tavakkul mablag'chilar ashiyada chiqadi. Ammo uni bir necha yil nomer qo'ydigan judge bo'lgan. Demakchi, shu jarayonda his qilganlarim intayin muhim ishning muhim yerining bir qismi shu igilik planini tuzish ham konkret tuzish. Palayada bir 10 milyard dollarlik bozor bor ekan, men bunday qilsam bozorga kira olaman deb. Bu unda oddiy bo'lmaydi. Qadam-qadam konkret qadamlar bilan o'zingizning kuchli yerini, ojiz yerini, muhitni va sizga keladigan besimni hammani analiz qilib bo'lib, yaxshi bir igilik tiklash planini, daftarini bir daftar yozib chiqqanda xuddi siz PhD'ni bitaganda 100 ya 200 betlik bir kitobni yozgandek, shunday narsani yozasiz, anada hech bo'lgan 10-20 betlikni yozib, chiroyli usulda o'zingizning ideyasini mablag' soldirganlarga va boshqa bozorga yoki sizga ehtiyojli kishilarga tunishtira olsangiz, bu intayin muhim. Oxiri kelganda hammadan muhimi sizning shu ideyangizni siz deganda planingizga deganga o'xshash ijro qilish hamda muhim.
strategiyalı bulup, strategiyani icra kılmasa, o strategiya aş kağızda kalıdı. Demek aş planın özüsü. Demek ki ahir kelgende işini kılış. Ben bu şeyde toktay. Fakat suallar olsa hem de birer sual olsa mutludu hem de kalkındı ben anay. Men yana bir tushuntirib qo'yay, programmani ko'rib atqanlar, o'tirdan kirib qolganlar bak sal tushunmay qolgan o'xshaydi. Men ayrim uchurma yozadi. Men yetaverish to'g'riliq. Shakirjon kamdanki burun qilgan kasbi programmaning dastlab qismini ko'rganlar bo'lsa, deb o'tgandek, mushu yetaverish ya'ni qilayotgan ishlarning bir qismi yetaverish munosabatlik hamda hozir texnologiyaga oid ishlarni qilyotidi. Hamda keyin tavakkul mablag' silish demdik Uyg'urchada. Qiyim xatar mablag' demdik. Ishlatsak to'g'ri bo'lamdi. Bo'ladi. Ha. Şuna Şakirjon kam hozir yerim kecha vaqtda biz Şakirjon kam shu Uyg'urlarni o'zining bildiganlaridan manfaatlarini tushmoqda yerim kechada uyqusidan voz kechib ekranimizda tushuntirish beryotdi. Shunga men shunday o'ylagan Şakirjon kamni programmada bak uzun tutolmaslik uchun bizga yetkazmoqchi bo'lgan mazmunlarni avval sinib olsa, uni keyin ham hozir savollar bo'lsa bir qarab boqaylik. Savol texi yo'q o'xshaydi. Savol texi yo'q o'xshaydi. Doğrusu rahmet. Ben bir neçe minut durup bakıdım. Maqlab, men 3 yil turayman. Mak. Ekranımda ekranımda yapıyorlar. Rahmet bir de paylaşmak onlarını biz talep kandan artırmak için olmasını. Öğretim kadar ölçeğimiz biraz. Men sözley onu. Hem aklımda sizden neyimiz var o. Meniki. Şakirjatka siz meniki qandaq nima so'zlaydiganligimni tunji qitim ko'rishingiz yaxshidan ko'rib yiqing. Tushundira olaman ekanman. Mak. Ben giriş biraz duray. Ben sizden sunumunuz İstanbul'da var. Hazır müş tertip bilen da olsa men sizinkine kompüterim içilibdi. Bir ikki tanışak bolam men ayt izlem tanışap bolma. Font. Bayam saqlabağım üçüp ketdi-çü. Bunu nima bakayçu Keynote'da. Keynote aslında yaxshiroq achun. Az PDF'sini açsangizni bo'laverdi. Hitsat lekin o'qig'ili oldi. Temaska lekin fontni shuni qiladi. Keynote achay. Keynote ichiladi. Men Keynote'da ham yaxshiroq boshqara olaman. Savollar bo'lsa, so'rasanglar, teşekkür sanlar bo'ldi, ko'rayotganlar. Keynote'im içildi. Tüyütüp bakalım. 1 minut.
Evet, yaxşı deyirləbsiz sonunda. Qalğan bətlərdə Uyğurca yoxmu? 10, 11, 12 degan bətlərdə. Yo'q, onun da yo'q. Aşu 9 bet. Yetta öyrəndi qanday qilishimiz kerak deganda. Eng oxirgi bir betdə jiqroq Uyg'urcha bor. Sizin saqlab qo'yib boshqalarga. Yo'q. 17, 18 betlər boş qo'y. Boş ha. PDF'lərə bir qaray. Unda olsa ma'qul. Işqisi yo'q. Men chiqib bo'ldim. Unda olsa o'zimning ekranim qichib ketdi. Ekranim bağlı. Mana bir PDF qilib aylantiradi. Yaxshi oldu. Endi sağlamlar olsa so'rg'ash desam bo'ldi. Hozir men chiqadim unda bo'lsa. Sizlar ko'rindimi? Bunda dedi. Shakirjon efendimning keyinchi bo'sh vaqt olsa yoshlar davomli yetishlar qilib turishni umid qilmaydi. Ana Shakirjonga men PowerPoint ko'rsatishni avval sizdan bir savol so'rab sizniki hozir qilayotgan ishingizda qaysi soatdagi texnologiyalarni qo'llaydi? Yani şirket mesela bir tal fikrimiz olsa bir startup kurma deydigan fikir bilan kelsak oldingizga qaysi soatlar bo'ldi? Biz hozir biz neft energiya demaymiz. Odatda neft energiya butun sohalar bilan chambarsak bo'lib ketgan-ku. Masalan, oddiysi shu qo'l telefon iPhone demdi. iPhone bir communications mobile communications degan oddiy bir qum bu ahamiyat ishlendi. Bizning shirkatning 183 davlatda shuni keng ko'lamda qilish uchun shu BlackBerry degan bir RIM kompaniyaning nisbati burun bu texnologiya ma'lum yetganda bu kelgusidagi ehtiyoj yetmaydi degan bizda strategik bir yo'nalishni his qilgandan keyin biz iPhone'dek o'z vaqtida kichik bolalarning o'yinchig'i deydi odatda 10 yilning oldidagi cho'ng shirkatlar bu. Lekin biz shuningga alohida bir qobiliyatni qo'shib bir kichik shirkatga mablag' soldik, u shirkat nima ish qildi desa, shu iPhone'ning security'sini BlackBerry'nikidek yaxshi qila oladi. iPhone'ning boshqa qobiliyatlari uningdan kuchli BlackBerry'dan, lekin o'sha security qismi kuchli bo'lmagani uchun uni kuchlantirish uchun bir kichik texnologiya kompaniya shirkatiga invest qildik. U shuni kuchlantirgandan keyin butun keng ko'lamda shuni iPhone'ni ishlatdik. Demak, bu communications. Faqatla doridan boshqa asosiy ko'p narsalarga biz o'xshashda invest qilamiz. Hamda shundoq texnologiyaning ko'pinchisini biz energiya shirkatlaridami har xil o'zimizning har xil mashg'ulotlarimizdan har xil o'xshamaydigan qismini ishlata olamiz. Shunga keng ko'lamda ideal bola siz orqali mablag' aloqalashsin bo'ldi. Buni ayrim bir suhbat qilsak bo'ladi. Hozir bunga ko'p vaqt qo'yaylik. Menimcha imkoniyat asli ashta qilsak texim yaxshi bo'larkan to'q. Ma'qul. Rahmat. Amsa mayli yana bir qancha savol chiqibdi. Yetaverishni taxmin qilolamdi dedi. Turkiyada 5 sekund dedingiz, ha? Hozircha Turkiya 5 sekund. Lekin o'sha Turkiyada kirishayotganlar bor. Bu yerda Turkiyadan uningni uzatimiz deb ba'zi odamlar bir xil bir appni quryapti. Hozir nagish bordi. Bir chog'da 5000 odam qilibdi. Demakchi uningda darhol shu app kichik telefondagi debisiga signal kelsa
binadan 10 minut ichida qochib chiqinglar desa, xuddi ya PV'ning birisi kelsa, S-way kelgicha yoki uningda qattig'i L-way kelgicha qochib ketsa, masalan 10 sekund, 20 sekund qochib ketsa, bir odamning hayotini saqlag'ili bo'ldi yoki bir cho'ng ofatdan qutulg'ili bo'ldi degan. Shunchalik bor. Lekin kam ko'lamda at yuz berdi, o'gin yuz berdi deganda hozircha ashna qilamiz. Meksikada bayam Meksika 20 sekund qiladi-ku. Yaponiya Meksika 20 sekunddan olib. Meksikaning qobiliyati hozirgacha 20 sekund atrofida. Yaponiya 80 sekund qoldi. Yaponiya bir yerim o'n qilishib qolgan Yaponiyaning unda bo'lsa. Lekin yer teorisinin zeminlik sebepleri qaysi deydi? O sebepler bayam chiqib bo'ldi. Ondan men yana so'zlayman, ba'zan narsalar to'liqlanib, texnik yaxshi tushunishim. Yer teorisi to'g'riliq savol bo'lsa, avval menikin anglab bo'lgandan keyin, ondan keyin tushunmaganlar bo'lsa so'rasa, ondan keyin Fatima xonimning sunumini ochdim. Merhamet. Okay. Aldı bilan men Turkiyada, Suriyada tabiiy afat tufaylidan hayotdan ayrilganlarning hamsidan ahvol so'rayman. Bu haqiqatan bizni ko'nglimizni yerim qildigan cho'ng bir ig'ir tabiiy afat bo'ldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi ham yerdik Uyg'urlardan shu Turkiya, Suriyadagi inson qarindoshlarga yordam berishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, men Shakir akamninki nemisini anglab, so'zlaganlarini anglab, o'sha Uyg'ur tilida so'zlashgan men so'zlashmoqni anglab baqqan leksiyalarninki eng nochi leksiyadan birisi bo'ldi. Meni eng qiziqtirgan shaxsiyatchilik bilan so'zlasam, meni eng qiziqtirgan leksiyadan birisi bo'ldi deb qaradim. Chunki Shakir akam o'zini nayti kantarlik bilan tunishdi, ammo Shakir akamning qilgan ishi yoki bizning hozir bu sorunimizga kelishi bu kichik ish emas. Shakir akamninki qilgan ishi o'zi degandek 183 davlatdagi hamma davlatlarga qarab shu cho'ng Chevron degan dunyodagi eng cho'ng neft shirkatlarining birisi yoki energiya shirkati deymiz, hamda neft demasak. Shu Chevronninki shunday bir muhim organda ishlash bu faqat bir Uyg'ur uchun emas, har qanday bir kasb egasi uchun. Bular geofizika yoki geologiya oq ko'rinishda o'qib, bu yerga yetish, bu oddiy ish emas. Shakir akam o'zini kamtarlik bilan so'zladi, lekin masoronga kelib, o'zininki Rice universitetida nimaga nomer qo'ydigan bo'lishimi, agar ko'rgan bo'lsam, balkim Turkiyadan va masalan Amerikada Shark Tank deydi. Ashundaq bir nochi bir programmaga riyosatchilik qilgan yoki shundan qatnashgan bir ixtisos egasi bizning harimizda turib, bizga aytdi. Nochi narsalarni so'zlab berdi. Abayqi narsalar kitobdan o'qib olgan yoki mundaq ikki qitim eglik tiklab qo'yib, uchinchi qitimda mag'lub bo'lgan odamlarning qilayotgan gapi emas, rasmiy dunyoni ko'rib, dunyoni oldida ketayotgan bir energiya shirkatininki strategiya mutaxassisi bo'lish sifati bilan so'zlab berayotgan narsalar. Shunlashqa meni ta'kidlamoqchi bo'lganim, Shakir akamning gapini astoydillik bilan anglasak, Abay so'zlagan 7 nuqtaning hammasi reklamlovchi nuqtalar. Buni hatto nurg'un shirkatlarning boshliqlari so'zlayolmaydi u nuqtani. Shuning buni muhimligini ta'kidlab qo'ydim. Undan keyin avval o'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, men aqchan sizlarning tanishinglarda meni psixologiya mutaxassisi deydiganlar ko'proq yoki meni yozuvchi deysizlar yoki shoira deysizlar. Lekin mening asli kasbim geofizika. Men geoilmi bilan shug'ullanaman. Bu mening tunji qitim sizlarga o'zimning kasbimdan doklad berishim. Men nimada oliy maktabni Xitoyda o'qigan, geofizikada o'qigan. Ondan keyin magistrlikni Yevropada o'qidim. Uni geologiyada, geoximiyada o'qidim. Ondan keyin Amerikada bir necha yil geofizika bo'lib yer sharniki qadimiy magnit maydoni tadqiq qilgan shu tarafdan doktorlikni 3 yil o'qidim, lekin onunga o'zim oxirigacha qiziqib bo'lmadim. Keyin chunki men matematikani, fizikani, ximiyani, hatto yer sharining hikoyasini so'zlashni hamma narsani tang yaxshi ko'raman. Meni faqat bir lamiyaga qo'yib qo'ysam, masalan yer shariningki magnit maydoniga ham qo'yib qo'ysam, u yerda menga jiq matematika yo'qka, jiq fizika yo'qka, keyin jiq masalan kompyuterdan programmalar ilashtirib yaxshi ko'raman. U narsalarni qila olmaydi ekanman. Undan keyin yer sharining hikoyalarini aytolmaydi ekanman. Shuningga bo'ldi men kasb almashtiray deb. Hozir qilayotganim hozir Avstraliyaningki Macquarie universitetida
Şu geofizika, geoximiya, geologiya hamma narsani birlashtirgan hem o'zimiz o'zim programma tuzib, shu birlashma bilimlardan bir hikoya tayyorlaydigan shundoq bir tadqiqotda maxsus mening tadqiqotim shu yer davrashninki sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish. Ashuningda doktorlik o'qiyapman, hozir eng oxirgi yilim. Ammo bu rasmninki nimasi tuallab ketibdi. Suzuklik aniqligi mening kompyuterimda undaq emasdi. Lekin hech qisi yo'q. Demakchi o'g'lim biz yashayotgan bu yer shari Shakirkam degandek million yilning gapini qildik. Biz yashayotgan yer shari 4.6 milliard yillik tarixga ega bir yosh desak yosh, qari desak qari bir planet. Bu yer sharininki tashqi qismini biz hamimiz ko'ra olamiz. Tog'li va daryolar va dengizlar va ana degan ustiga qarasak atmosfera va atmosfera qatlamlarga bo'lingandek. Yer sharining ichki qismi qatlamlarga bo'lindi. Cho'ng jihatdan 3 qatlamga bo'lindi. Tuxumni o'ylasanglar bo'ldi. Tuxumning shakli va tuxumning iqi va andagi ichidagi serqi va yer sharining shuningga o'xshash tuxumninki shaklidek mavi crust deydi. Yerniki postliq qismi va anadagi mantle deydi, u o'ttir qismi. Anadagi yerniki markaziy qismi baş. Shu 3 cho'ng qismga bo'lindi. Yer sharining bu ichki qismini 6371 kilometr, yerdan yerniki markaziga borsak 7000 kilometrga yaqinlashib qoldi. Bu yer ishiga mangan sari temperatura bilan besim o'rlab mangdi. Shunlashqa yer sharining ichiga hech kim manganmaydi, hech kim kirmaydi. Yer sharining ichki qismining bunda qurilishini qanday bilamiz degan joyda bizning birinchi tayindigan sonliq ma'lumotimiz naq shu yer davrash. Ya'ni biz yer davraganda shu yer abay Shakirkam degandagi ikki xil to'lqin yerning ichidan bizga tarqalib keladi. Biz shu to'lqinni matematikalik, fizikalik xususiyatini tadqiq qilish orqali shundan anandan o'xshamagan materiallardan o'tgan vaqtida bu energiyaning qanday o'zgardiganligini tadqiq qilib, shundan yer sharining ichki qismida mundaq cho'ng qavatlarga ayrildi ekan deb, shundan bilamiz. Demak, yer davrashida kesib qolib. Hozir men rasmning ochiq nusxasi yo'llanadi-da, hozir ko'rinmoqchi. Hozir bir minut ichida sizga ko'rindi. Okay. Shunga mavuz o'ng tarafga qarasanglar, yerning ko'k to'g'an yeri dengiz, mavu yeşil to'g'an yeri. Okay. Chiroyli chiqdi, rahmat. Yeşil to'g'an yeri quruqliq, anandan shu eng ilqi nepiz yeri yerning postliq, andan o'ttirisidan o'ttirisida seriq kaygacha anandan yerning o'ttir qismi, anandan eng osti yerning markazi. Buni yer davrashninki sonliq ma'lumotlardan o'rganamiz. Shundan bilalaymiz. Ya'ni birga anandan yer sharininki ichki qismida ikki narsa davomli birsi bilan hamkorlashib bir-biridan ishlab turdi. Uning birisi temperatura, yerning ichiga qarab mangan temperatura yuqorilaydi. Anandan yerning ichiga qarab mangan sari besim yuqorilaydi. Chunki ustidagi material besib, u chaqda besim yuqorilaydi. Ig'irlik kishining ta'siridan. Andan bu yerda qarasanglar, bu yerningki yer postliqdan osti qavti, uningki masalan 100 kilometr, 150 kilometrgacha osti qavti normalda qattiq jism deb qaraymiz, ya'ni tosh qatlam deb qaraymiz. Uning ostida andan yumshoq, garchi u tosh bo'lsin-mu, lekin yumshoq mudaq suyuqlikda harakat qiladigan qiziq shu bir nima bor, bir yana bir qatlam bor. Shu qatlamninki shu qiziqi, shu temperaturasi, ya'ni shu yuqori temperaturasi, shu ustiga manga vaqtida anandan mayadagi agar ko'ralgan bo'lsanglar, mavu mantle degan shu temperaturaning yuqorilishi yoki besimning tuvallishi natijasidan anandan yerninki ichki qatlamlari undaq uzilib ketib turdi. Andan bu uzilib ketishlardan vulqonlar paydo bo'ladi, tog'lar paydo bo'ladi, dengizlar paydo bo'ladi, anandan yer davraydi degandek. Mush ishlarning hammasi yerning ichki qismininki nayt bir o'zgarishchan davomli o'zgarib turgan bir dinamik bir yer bo'lganligidan shunday bo'ldi. Lekin buning ichki qismining temperaturasi yuqori bo'lishi yana bizga yer sharida hayotlik borligininki muhim bir asosi. Agar yerning ichki qismida undaq temperatura yuqori bo'lmasa yoki unda chiqishlar bo'lmagan bo'lsa, yer sharida nima bo'lmaydi, hayotlik bo'lmaydi. Shuningga boshqa nurg'un planetlarda
hayatlık olmasının yan bir sebebi ularda yer şəhərdə hazırqadək bolayotgan mında aktiv müştaq aylanışlar bolmagan. Hazırgacha tepilgan narsalar müşunda qaraymiz. İkinci betga o'tsak, bu yer şəhərinin ichki qatlami. Andan keyin abaya Shakirkam dedi, men quruqliq deb oldim. Ilqi mında qog'ozdek laylab turdi deganda men quruqliqlarningki laylishi deb oldim. Aviliq tuxumning shakldek shu shakal ilqi mavi qiziq ilq nimaning ustida ilqi ikkinchi qatlamning ustida laylab yuruydi. Chunki ma'nosi mavi qiziq qavat nayti quyuq, gerçi o suyuqliq o'qisimi, lekin uning quyuqligi nayti yuqori. Shunlashqa u ilqi ustidagi mavi qattiq yoki ilqi çürük cismni, çürük taşlarını üstüde bu taşlar leylab yürüydü. Bu taşnınki yığındılары hem de çok quruqliqlar buludu. Bu quruqliqlar aşağıda leylab yürüydü. Leylige vaqtida meselenge quruqliqniki mesela biz yaşayotgan Avstraliya quruqliqi yoki Indiya Hindiston quruqliqi yoki Şimal Amerika quruqliqi degandek bu quruqliqlar bular nimaniki ular dengiz emas quruqliqlar. Ana degan dengizning masalan mush tuxumning shakldek ularning shakl bo'ldi, lekin uningki bak ilqi nipis masalan 7 kilometr bu bizdek mada quruqliqlarningki shakli balkim 40 kilometr cho'nqurlikda. Lekin ko'pincha ilq neft bilan gazlar balkim 10 kilometrdan oshmaydi. Shunaqa Shakirka 10 kilometrdan shu yerning yuzidan 10 kilometrgacha şu yerden tapalayımız, onu da pes tapsakmı onu biz çıkaramayız çünkü bizim teknikimiz yetmeydi onu burgulaşqa. Doğruyuz. Şuna bütün baylıklar bulamdı yoki tabiiy baylıklar yoki tabiiy afatlarning hammasi degidek bizga yerning ichki qismidan keldi. Şuna yer biz uchun ham ne'mat, ham baloyafat. Baloyafat shundaq yer davriganda mesela volqon portlagan chog'da mesela dengizningki shakli bilan quruqliqning shakli birsiga bundaq tutashgan vaqtida birsiga kirishgan vaqtida suvning ta'siridan erib yerning ichki qismi andan keyin bunda orollar hosil bo'ldi, volqon portlaydi. Andan keyin o'zi dengizning o'zidami davomli dinamik harakat tufayli dengizning amniyat biz dengizda yashamaymiz, shunlashqa bilmaymiz, lekin agar dengizda yashaydiganlar bo'lib qolsaqdiq dengizning ustida u yerda to'xtamay yer tavrash texnik tavrab turdi. Biz quruqliqda yashagandan keyin biz faqat shu bir-birsidan tutashgan yerlarda anadagi yer tavrashni bilib turmiz. Bu quruqliqlar 3 xil shaklda bir-birlan harakat qiladi. Birsi bilan o'tishib ketadi. Ikki quruqliq birsi o'tishib ketadi. Yana birsidan ayriladi, yana birsiga kirishadi. Birsidan so'qiladi. Yana bir betga o'tsak Anadikin masalan so'qishadigan quruqliqlar abayamani nima Shakirkam bak yaxshi tunishtirib o'tdi. Mushuma ranglar bor, bu ko'k yoki boshqa har xil ranglar. Mush quruqliqlarningki so'qishadigan yoki birsidan ayriladigan yoki birsidan mandaq so'kishib o'tib ketadigan degandek ashlarni tushuntiradigan butun dunyoninki hozirgi zamondagi xaritasi. Hozirgi zamondagi deganimda balkim 500 million yoki 140 million yil burun geologiyalik tarixda biz 100 million yil deganni qisqa tarix deb qaraymiz. Qisqa vaqt ichida deb qaraymiz. 140 million yil burun jiq ilqi quruqliqlar billati. Masalan Afrika, anandikin Hindiston, Avstraliya, Antarktika degan mush quruqliqlarning hammasi billati. 140 million yildan boshlab asta-asta bir-biridan ayrilib Antarktika shimol tarafga janub tarafga ketgan, aniki Avstraliya miyaga pastga tushib ketgan, Afrika miyada turibdi. Hindiston quruqliqi mushtaq quruqliqlar bir-biridan ayrilib turdi, bir-biri bilan bir-biri kirishib turdi. Bu jarayonda anandikin biz yerning ustida ko'rayotgan ishlar aşağıda yuz berdi. Pastga mansaq Türkiye Abay Shakirkamı bak yaxshi tushundirdi. Şoň men jiqqa qilmayman. Türkiye nayti coğrafiyalik o'rinjatdan bir strategiyalik yerga joylashgan. Bu hech kimninki xatolik emas yoki Allohning qog'ishi emas yoki bo'lmasa Allohninki ne'matimi emas, faqat aşağıda insonlar arxeologiyalik yoki tarixlarda insonlar Afrikadan ko'chib chiqqan vaqtida o'xshamagan yerlarda joylashib qolgan yoki bo'lmasa boshqa joylardan ko'chib qolgan degandek shu jarayonda Türkiye'de joylashib qolgan insonlar shu Arab quruqliqi
Anandan keyin mavu nima Yevropa quruqligi, anandan keyin pastda Afrika quruqligi, mush 3 quruqlikninki, Arabning quruqligi ustiga mangdi. Anatoliyaningki past mavu nimaga past taraf mangdi. Anandan keyin mavu Afrikaning ustiga ishtirayotgan, Yevropaning quruqligi ostiga besayotgan. Demak, bu Turkiya orliqda mijilib qolgan. Shunga mijilib qolgan bo'lg'achqa, oningki ta'sirini mushu atrofidagi mushu joylarda yer davrash energiyasi bilan his qilib turamiz. Yana bir yerga o'tsak. Mesela yer davrashning energiyasini agar meni bilsang deganda siz basa olsangiz, abay biraylarni so'rab ekandik, yer davrashning energiyasini qanday o'lchaymiz deb. Yer davrashning energiyasini abay Shakirkami deb o'tdi. Yer davrashni maxsus sezadigan yer davrash asboblari bor, ashtaq punktlar bor dunyoning hamma yerlarida. Bu punktlarningki agar basa olsangiz ekranga basa olmayman hozir, men boshqa bir xil shaklda o'rtaqlasam bo'ldi. Okay. Hozir ekran ko'rindi va ko'rindi. Ekran ko'rindi. Keyingi betnacha. Ha. Ko'rindimi? Aşağı. Yer davrash asboblarini dunyoning hamma yerlariga o'rnatadi. Normalda hukumatlar o'rnatadi, chunki uni chiqarishga chiqib ketadi. Bu yerni bilsang deganda bossangiz bir to'rbatga kirdi agar bisilsa. Uyg'urcha. Shu bir bizni nima maxsus abaya Shakir Kamil yer davrashninki yana bir qatim o'rtaqlashay. Okay. Yer davrashninki sonliq ma'lumotlarini nerdan olganligini dedi. Bu to'rbatda shu to'rbatninki yerning davrashini qanday nima sezimiz yoki qanday qabullaymiz degan shuni azroq texnikalik, oddiy yo'sinda tushundigan, shu. Abaya degandek avvaliq pi degan, ya'ni mundaq garmondek, mundaq ya'ni mundaq garmondek chaladigan bu signal avval keladi. Bu signal nereden keldi deganda yerning ichki qismida tavirnib turdi emasmi? Temperaturlar yuqorilab turdi. Shu yerda anandan keyin shu toshlar bardosh beramagan chog'da uzilib ketadi. Shu uzilgan yerdan yig'ilgan besim ustiga chiqib ketmasa bo'lmaydi. Xuddi sizni birisi bossa, siz mundaq ko'tarib etsangiz, u odamni masalan kuchingiz yetsa, u odamni chiqarib pastga tushirib etgandek, bu shu yerni temperaturasi o'rlab ketgan vaqtida shakal qavat bardoshlik beramagan vaqtida shakal qavat uzilib ketadi. Uzilib ketgan vaqtida yerda yig'ilib qolgan kuch yoki bisim shundan ustiga chiqishga majbur bo'ldi, chunki uning qochadigan boshqa yeri yo'q. Yerning ichida qochay desa, boshqa yerning hammasi qattiq o'ziga o'xshash. Shunga faqat ashiliq uzilib ketgan yerni bo'ylab shu yerdan ustiga chiqadi. Yerning ustiga chiqadi. Ustiga chiqqanda bu shundaq nimani yerningki tavrishini davomli yezib turadigan yoki sezib turadigan asboblar bor. Bu asbob andan keyin uni sonliq ma'lumotga aylantirib yozadi. Aniki yana sal ostiga mansangiz mushbatninki. Andikin yerning harakati horizontal hamda vertikal bo'ldi. Seismografmi? Vertikal harakatni buni yozadi. Shu o'xshash. Hozir hamda uchili masalan horizontal vertikal aniki yana bir uchili nimadagi yo'llanishnikini birlam asbobda o'lchaydigan bo'ldi hozir. Uch o'lchamlikni birlam asbobda o'lchaydi. Lekin mana energiya kelsa, qizil energiya kelsa, ko'rdingizmi, bundaq sakrab ayaga to'z ketayotgan narsa energiyani yozdi. Energiya qancha kuchli bo'lgan sari aning nimasi egizligi shuncha yuqori bo'ldi. Sizilgan signalniki egizligi shuncha yuqori bo'ldi. Andiki keynidan kelgan S-wave degani, avay Shakirkam degandek yerning yuzini mundaq garmondek chamaydigan, lekin mundaq mangdirdigan. Ashuniki. Shuningki anandan keyin shu pini avval tuyib, anandan keyin askargacha odamlarni qichib ketinglar deydiganga shu vaqtni belgili bo'ladi. Yer tavravatadi, qichib ketinglar yoki oldin ma'lumot degan ashuncha qismi shu pi.
Exactly. Aş aldı məlumat degan şunchalik vaqt. Anadaki onunğa işlətgən əsbab manadan kördіңlər. Onunğa işlətgən əsbab qancha sezgür, qancha noji bolğan sir anadaki onu bir tərəf qıladigan texnika qancha yaxşı ilğar bolğan sir onunğa davamlı qarab turadigan adamlar bolğan sir yoki aş özününki sistemasi qancha ilğarlaşqan sir onundan başqalarını agahlandıradigan nima shuncha tiz bo'ladi. Shunlar oyatliq shundoq saqlanib qoldi. Agar ayan ostiga mangsangiz Anken bu yer şarınınki bu punktlarni yani ostiga mangsangiz bo'ladi. Bu punktlarni normal odamlar o'zining uyisiga mana bir ashtaqda bir asfalt bo'lsa uyga qo'yib qo'ysam yetaversa men kelsam menga ma'lum qilsa unda ish yo'q chunki bu asfaltlarni uni nima qachilar o'rnatish uchun asfaltning o'zi qimmat andan keyin o'rnatishga uni alayda o'rnatmasi bo'lmaydi chunki bu asfaltlarni sezgir masalan uyingizniki ustalning ustiga qo'yib qo'ysangiz tavrinib turgan yerda birsi mangsimi bunga signal keladi yaqin qancha yaqin bo'lgan sir uning oraliqi u signal bilan o jiroqdan 20 kilometr jiroqlikda yetaveradigan bo'lsa masalanga u 20 kilometr yetaverishninki energiyasi bilan yinda sakragan energiya balkim ikkisi o'xshash bo'lishi mumkin Şuna bunu odatdagi mundaqlar odamlar yindi elib yoki uyga qo'yib qo'yib unda qilib bo'lmaydi. Şuna bunu cho'qim kasbiy yo'sinda bir taraf qilish kerak, kasbiy yo'sinda undan xabar olish kerak. Ani keyin pastga mangsangiz. Fatima sizning bir narsa qo'shib qo'yaymi kichik. Ha bo'ldi. O'sha sinaq qilgaydi mesela Turkiyada bir ma'lumotni men ko'rdim. Bu boshqa davlatdan kelgan bir olimlar Turkiyaning bir yerga mablag' topolmay qiynalibdi. Buni qanday bo'ldi desa 300 metr cho'nqurlikqa toshni qazib qilishga 20 dak qazish shirkati qachib ketibdi. Shuni qazib qololmay. Shunda cho'nqurlik apamisa birsi ham qimmatchilik, ham birsi ehtiyojliq signalni to'g'ri signalni yo'llay olish uchun 300 metrga toshni qazib o'tish kerak kichik tartib. O'sha seismogram degan geofon degan narsani shakl solib aşağı yapırışqa hem iqtisadi qudrat yo'q, hem texnik qudrat vaqti da yo'q. Aşu qazib qilishga. Shunga shaxslarning Fatima biz degandek saqlanishni ularni qilishiga u bir ehtiyoj bo'lganlar qobiliyati yo'q. Hamda keng ko'lamda Turkiyada qilib qilishga iqtisodiy kamchilik bor. Bu çoxum hökumətlər, çoğun organlar məbləğ saması bo'lmaydigan cho'ng tur bu kichik tur emas. Endi keyin pastga qarab mansangiz, mayada yana boshqa narsalar bormi qarab boqay, agar bo'lmasa presentationga qaytib kelsak bo'ldi. Pastga açtım. Videolarni qo'yamdiq, qo'ymamdiq. Yo'q, videolarni qo'ymasak bo'ldi. Men asosan so'zlab bo'ldim, demakchi bo'lgan gaplarni. Bayat bir qancha rasm ichilmabdi. Qaytib batni yanglab boqay. Hech qisi yo'q. Asosan deydigan ko'z tutadigan narsani ko'z tutib bo'ldim. Shu P bilan S'ni ko'rsatmoqchi edim. Anadan keyin nimaga qaytib kelsangiz, meningki PDF ga qaytib kelsangiz, shu yerdan ko'ramisan qag'inni. Okay. Anadan keyin Aboy Shakirkammi dedi, yer tavrashninki energiyasini ancha bal deb shu balningki nimasini, ashna energiyaning yuqori mundaq mushtaq bir shkala bilan o'lchaymiz. Bu skala 1 bal, 2 bal, 3 bal deganda mundaq 1 bal munchalik, 2 bal munchalik deb mundaq tushsizlik emas. 1 bal bilan 2 balning oralig'ida 10 narsa farq bor. Exponential shaklda, exactly, exponential shaklda. Shunga 4 bal yetaverish bilan 5 bal yetaverishninki funksiya shaklida kuchi o'xshamaydi. Nima funksiya? Ko'rsatkich funksiya uyg'urchasi. Ko'rsatkich funksiya shaklida. X kvadrat degandek. Ha. Eninki x degan. Ha. Shunda bo'lgandan keyin masalanga buningda masalan ma'noda 4 bal yetaverishni yenik yetaverish deb qaraymiz, lekin bu yerda boshqa narsalar bor. Masalan 4 bal tog'liq rayonda tavrisa, ya'ni odam yo'q yerda tavrisa, u 4 bal yetaverish hech kim uchun muhim emas. Ammo bu 4 bal masalan Istanbulninki nayt jiq bino zich bir yerda 4 bal yetaversa, buning olib kelgan balay afti yoki bizga tuyulishi yoki boshqa insonlarga bo'lgan ta'siri tog'liq odam yo'q yerda bo'lgan ta'sirga o'xshamaydi. Shunga normalda 5 balni
normal depti. Ondan keyin 6 balga kelganda cho'ng yer tavrash, 7 bal bak ig'ir yer tavrash deb qopti. Ig'ir kuchli yer tavrash deb. Lekin 5 bal bo'lganda, masalan, Turkiyada Istanbulda 99-yili bir yer tavrab ekandik. Kuchli bir yer tavrab ekandik. 2019-yilmi 9-oyda bir yer tavrabdi 5,8 bal. U amaliyotda kuchli yer tavrash, lekin u qadar ilqi odamlarni yoki binolarni o'rib yer tavrash emas, lekin İstanbul'daki binalarının çataklığı tüpeyledin. Aşağıdım adamlar xilici ölüp getipti. 99-yıllık yer tavraşlar İstanbul'da mı 18 bin adam ölüp getipti. Demek çoğunum gerçi yer tavraşınki küçü aşı oxşaş fizikalik cihatdan oxşaş energiyalik bolsunmu, lekin insanlar ap keldigan balay apti oxşamagan yerlerde oxşamaydı. Pastki mansınız? Abaymani əməliyyatı dəb bulduq. Qandaylıq yer tavraşdan qanday aldın məlumat verməyiz deb. Şakir Kamı dedi, almış mayılıq üzülüb ketken yer, mavu sol tərəfiga qarsanız, ekranın sol tərəfidən başlayımız, sol tövən tərəfidən. Avu mavu yıldız degan yer, aşı yer. Sizlikli köstəyim yer ki, bunu mən nemin açıplam. Siz digər qolata yanında sizitlam. Yıldız degan ko'ringan yer, aşı yerning ostidagi üzülüb ketadigan yer. Shu yerdan yer tavraşning energiyasi ustiga qarab tarqaladi. Ana degan ustiga qarab tarqalgan vaqtda oldi bilan avu pi degan shu energiya avval bardi. Bizga qalam ba. Okey, avval aşı yer tavrigan yerning ichki qatlamidagi tavrab ketgan yer yoki uzilib ketgan yer. Buning energiyasi oldi bilan avu P wave deganga shu avval tarqaladi. U yerning ustidagi nimalarni yer tavrashni sezadigan punktlarga keldi. Avval shu punktlar P wave mayagi vardı. Andikin yer tavrash. P wave andiki yer tavrashdan punktlarga keldi. Andikin punktlar andikin agar ular boshqa shaharninki boshqa yerlardagi avu punktlar bilan yoki boshqa masalan idora organlar bilan, mahallalar bilan masalan hamma yerlar bilan aloqalashib, anadikin yer tavrash kelyotidi deb ularga xabar yetkazadi. Ular xabar yetkazguncha shu necha sekund vaqt shu xabar yetkazishga istiqlom kasb bo'ldi. Ondan keyin shunday qilib andiki odamlar banan keyindilar hozir necha sekundning ichida cho'ng bir yer tavrash bo'ldi ekan deb shuningga tayyorlik ko'rib qo'ya oladi. Andan keyin ostiga mansoq. Masalan, endi Turkiyaninki fevralda tavragan, ya'ni Abay Shakir Kamı bak yaxshi deb o'tdi. Bu yilqi bir nima tuyuqsizlam tavrab qolgan yer emas, hatto shu 10 kunning ichida 142 qitim yer tavrabdi. Ya'ni uning oldida jiq yer tavradi. Uning keynida cho'ng yer tavrab bo'lgan, uning keynida yana to'xtamay yer tavrab turdi. Hatto bu yer tavrash men yana birisida ko'rsataman. Yer tavrash ilqmida mangdi. Avu nimadan shimoldan janubga qarab, ya'ni tavrishi shimoldan janubga qarab yo'tkaldi. Necha kunning ichida masalan men Istanbuldan xat yozganlar bo'ldi. Istanbulda bak ansiravatimiz Istanbulga kelamdi bu yer tavrash deb. Men darhol shu yer tavrashninki energiyasining qanday yo'tkalganligiga xaritasiga qarab ularga Istanbuldan ansirmanglar bu daqiqdan bu yer tavrash Istanbulga yetmaydi, bormaydi. Şu ansirmanglar deb javobni berdim. U javob haqiqatan to'g'ri chiqdi. Chunki bir necha kundan keyin qarsam, berilgan nimdada, yozilgan dokladlarda yer tavrash janubdan tortib pastga shimolga qarab yo'tkilib ketdi. Bu yerda Anatoliyaninki bir uzilmasi bor ekan. Shu ashada masalan tarixda 1500-yildan qaraydigan bo'lsak, o'rta asrlardan qaraydigan bo'lsak, mushu uzilmaning atrofida yuz bergan cho'ng yer tavrashlar, yerda mishada yizig'liq. Anki cho'ng yer tavrash masalan 100 yilda bir qitim yuz berdi. Chunki abay esonlarda bo'lgan bo'lsa, ikki quruqliq birsi-birisi mundaq o'tishib ketayotgan vaqtida, bular birsi-birisi bilan agar urushib qolmagan bo'lsa, asta mengib o'tib ketadi. Mengib o'tib ketsa, u yerda bak cho'ng mundaq besim yig'ilib qolmaydi. Mundaq yenik tavrinib turdi. Uni Shakir Kam degandek 3 baldan töven yoki 4 baldan töven shu to'xtamay tavrinib turdi. Ya'ni ichi to'xtamay tavrab turdi, ustiga chiqib turdi. Lekin agar bu ikkisi masalan nimaning Istanbulning atrofidagi bir dengizda debdi,
bu ikkisi bir-birida o'tishib ketayotgan vaqtida mundaq nimalarni gazlar chiqadi-ku normalda yerning yuziga. Shuningda na bular chadaq yo'q o'tib ketibdi deymiz. Masalan, Istanbulning atrofida bu yerda gazni ko'mabdi-da, buni tadqiq qilganlar. Demak, ashta gazni ko'mgan vaqtida uningki bir tushuntirilishi nima deganda bu ikkisi mundaq birsidan o'tishamay, bu yerda mundaq putlashib qoldi birsiga. Birsi putlashib qilib, bu uzun muddat putlashib kelsa, nima, xuddi ikki odamni birsi bilan surkilib, urushamay oxir bir kun portlab chiqqandek. Aşağıya sürkülüp aşağıda asılı bo'lgan bu energiya anandan keyin ashta portlab chiqadi. Shundan cho'ng yetavrash ashta yuz berdi. Shuningdek, mana 1513-yili 1544 yillarning hammasida mush Anatoliyaning atrofida yuz bergan cho'ng yetavrashlar bor ekan. Demak, buni yer tavrashni tadqiq qilgan olimlar biladi. Bu hech qanday odamning o tuyuqsizlam yer tavrab ketdi deydigan unday gap yo'q. Yer tavrashdan oldin ma'lumot berish deganda oldin ma'lumot belgili bo'ldi. Ya'ni bu yerda 100 yilning ichida yer tavraydi yoki bu yerda yana 5 yilning ichida yer tavrashi mumkin. Degandek mundaq ma'lumotlarni belgili bo'ldi. Ammo Chakirkan dedi oldin ma'lumot degan ayt aniq masalanga mancha bal paloniyada manda vaqtda bo'lishi kerak deb. Lekin avu masalanga hech qanday xuddi bir Turkiyada yer tavrab baxmagandek tuyuqsiz yer tavrab ketgandek unda o'yda bo'lishmi? Xato. Chunki bu yerda buni o'rganganlar davomli ko'rib turgan oningki tarixi va yer tavrash tarixi va ham kelgusida cho'qim tavraydi bu yerda. İstanbul'da yer tavraydi, mush o'rinlardami yana yer davomli tavrab turdi. Buni bilish nayt muhim. U xuddiligi hukumat biz endi bilyapmiz yer tavraydiganni yoki yer tavrab endi odamlar o'lib ketgan ekan, undan keyin biz diqqat qilyapmiz deydigan uning unda qiliqi sabab ko'rsatishga o'rin yo'q. Pastga mansangiz masalan mana yer tavrashning energiyasiniki qanday tarqalganlik mush yer tavrab ashdan cho'ng yer tavrab 7-8 yer tavragandek keyin 4 soatdan keyingi mavu nimasi izi yo'li ondan keyin 2 kundan keyin yana qaytadan shu nimani xaritani yangilagan vaqtida diqqat qilsanglar mana pastga qarab menyapti mavu janubga qarab ketyapti. A tarafga tarqalmadi, ya'ni mavu nima İstanbul tarafga yoki west nimaga g'arb tarafga qarab tarqalmadi. Buni tushuntirishdagi maqsadim nima degan chog'da yer tavrashni maxsus tadqiq qiladigan olimlar bor, o'quvchilar bor, shirkatlar bor. Buni biz bilamiz. Bu insonlarga ma'lum bo'lgan bir bilim bu. Pastga qarab olsangiz bu yana o'xshash abay deganimni yana bir nima qiladi. Mushu yilqi qancha qitim yer tavrgan masalan mavu qiyniq ranglik 3 pulinglar shu o'xshash yerda kichik yer tavrashlardan qancha qitim tavrdi masalan 1970 qitimga dak ashunchalik mo tavrabdi. Kichik bir yer tavrab bir qitim bilan to'xtab qolmaydi, to'xtamay uning qoldiq yami davomli tavrab turdi demakchi. Pastga mansangiz mana shu quriya anki yer tavrashning yer yuzida olib keladigan masalan baloyafatlar binolar o'rilib odamlar nima qilib ketgandan boshqa o'lib ketgandan boshqa yana yerning yuzini rasmiy o'zgartirdi. Masalan, mush qitimliq yer tavrashdan keyin mavu temir yo'l mundaqniki yo'linishi liniyasi o'zgarib turibdi. Demak, qanday bo'libdi yer degan rasmiy lam ichki mundaq nimisda o'zgarish yuz berdi degan gapda yerningki yer yuziga yaqin qismida yer rasmiylar yo'linishini o'zgartdi degan gap. Bir yerda bir narsa mingyotdi. Masalan, o'ng tarafdagi yer bilan so'l tarafdagi yer qarasangiz balki birsi o'tishib ketib bordi mundaq. Yurishib ketibdi. Ha. Yana bir pastga mansangiz. Masalan, mamushu qonning izi yerga odam mangan izi qarasangiz mushumi 7 metrdek mundaq o'ng so'lga birsi oyoqqa birsi mayoqqa ketib qolibdi. Ana degan masalan mamu qarasangiz mana birsi ostiga birsi ustiga mundaq chiqibdi. Yerchu yerning tavrishi mundaq yerni
şeklini o'zgartirib o'tibdi, ko'rdingizmi? O'ng tarafdagisi pastga tushibdi, sol tarafdagisi üstga Ma tushib asli ketibdi. ma bir tutash yog'i. Ha, tuz ya. Gullikning shakli ma. Ha. Hozir mundaq qolib ketibdi, mana mundaq qolib ketibdi. Yuqori to'van bo'lib, mundaq. Ham bu iliq oddiyla meliqi mundaq iliqi ostiga ustiga tushib ketganmi emas, bu ham ostiga ustiga tushyotidi, ham mundaq O'ng solga ham yuqori to'van. mundaq menyotidi, mundaq. İstanbul'un kelgisi. İstanbul'un kelgisi neymiş? Ben İstanbul'un sözleymen diye vaxtımda bu iliqi gerçi bu daqiqatim yüz bergen yer devreci İstanbul'dan jiroq bo'lgan bilan, lekin bizningki ko'pincha Uyg'urlarimiz İstanbul'ga o'ltiraqlashgan. Hem İstanbul dünyada nayt zich odamlar zich o'ltiraqlashgan nayt xatarlik iliqi shaharlarning rayonlarning birisi. Ama şu nimaga qizillarning hammasi, masalan, o'rta darajali qizillari 5 ballik yer devreç. Bu qachon 1900-yildan 2021-yilga, ya'ni 100 yilga o'tgan 100 yillik bir asr jarayonida yuz bergan yer devreç. To'xtatmay yuz berib turdi. 7 bal yer devreçlarga qarsanglar, bu yo'g'on chambar. Eşkin köydü masal kiçik. O yerda ma yana ustida bu şimal tarafta bor. Mayed bir saki Kocaeli'nin yanında. Demek bu yerda Şukan 99'daki aşkana. Demek İstanbul'da yer çoxum tevreydi. Kelgüsü belki 2 yılda tevreydi yoki 3 yılda tevreydi. Ama bu iliqi buningga agar yer tevreb qalsa, iliqi oy bu tuyuqsiz kelgan Allohning bizga bergan balay afat ekan yoki biz ibodatimizni yaxshi qilmagan bo'g'ichqa bizga Xudoyim jazo beribdi deb o'zimizni undayliqi jazolaydigan gapni birinchi olib qilmayli. Chunki bu Allohningki sizlarga bergan yoki bizga bergan jazosi yoki afat emas. Bu davomli yerningki ichki qismininki harakati mushtaq bo'lib turdi. Ya'ni pastga mansangiz hamda İstanbul'da davomli yashaydiganlar bo'lsa, nima ish qilamiz deganda hamda masalan mushunga o'xshash, yana ama İstanbul'ninki Osiyo tarafi bilan Yevropa tarafi, anadagi bu ilqi qora nimalari, Yevropa tarafda chiqqanda yer davrash, Osiyodan Yevropa tarafda chiqqan. Bu oq katekchilar ilq ashada mundaq nima mineral qizilgan oq katekcha oq katekchilik ajan mineral qiziyotgan yoki yerning qizilayotgan yerlar ekan yoki minerallar qizilayotgan ya'ni o'zgarib turayotgan yerlar bilan ilqi o'xshashlik bor ekan. Lekin asosliqi Yevropa tarafda chiqroq ekan yerning tavrishi. Qor katekcha yer tavradigan yema. Yer tavraydigan. Unda olsa men o'tgan bir narsa ko'rgan Turkiyada, İstanbulda yer tavraydigan rayonlarda. Buningda masalan Uyg'urlar yashayotgan yerlar bor ekan, lekin mana Uyg'urlar yashayotgan yer yo'q ekan. Uyg'urlar Zaytunburni shu siz hozir ko'rsatgan shayga yaqin. Mush taraflarda yashaydi. Belki mananda ilqi cho'ngroqlari, ilqi kuchliklarini tuzgan bo'lishi mumkin. Hozir yezig'liq bu yerda. Lekin u xaritni yanglab to'g'ri bo'ldi. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, uning xaritasini men sizga aytib bersam bo'ladi, siz o'rtoqlashsangiz bo'ldi. Lekin buningdagi asosli sabab nima degan vaqtda, agar u yerdan o'yab bo'lgan bo'lsanglar, u yerda o'ltiraqlashib hayotni u yerda qurib bo'lgan bo'lsanglar, agar ko'chib ketadigan ish bo'lsa, İstanbul emas, hatto Turkiyadami ko'chib ketsa yaxshi, mana qiyin qator jihatdan. Lekin u yerda hamma narsamiz yerlashib bo'lgan, joylashib bo'lgan bo'lsa, unda olsa o'zimizni qanday qilib qo'g'dishimiz kerak deb men yana bir narsani yozib qo'ydim. Pastga mansangiz. Davos onun Uyg'urlar İstanbuldan ko'chib o'tganda. Ma tugabdi-da. Okey. Bu tugabdi. Yana bir yer tavraganda qanday qilish kerak deb yozib qo'ygandim. Agar İstanbulda bo'lsanglar, mening beradigan maslahatim, shu binolarni uy ijarasanglar yoki bo'lmasa buni bu Ali apandim yaxshi so'zlab turdi. Shu binolarninki yer tavrashga chidamliq emasligini agar oldin so'rsanglar, andan keyin uningga yer tavrashdan mudofialanadigan sug'urtlarni olsanglar, uylar o'rilib ketib qolsa agar nima kerakda uylarni qayta olaoladigan degandek mush ishga nuqtadan diqqat qilsanglar bo'ldi. Andan keyin yer tavragan vaqtida agar signal kelib qolsa bizga signal kelmasa yer tavraganda bilimizda hamda qanday qilish kerak degan bir necha nuqtalarni deb qo'ydim. Birisi telefonimizni cho'qim o'chib qo'yishimiz kerak. Chunki bizga
yordamga keladigan odamlar telefonimizga telefon qilishi mumkin. Turkiyaning ilqi yordam organlari degandek, jiddiy qilish organlari degandek. Ular telefonimizga telefon qilsa, telefon etik bo'lib qolsa, ular bizni topolmasligi mumkin. Shuni telefonni o'chib qo'yish kerak. Normalda 72 soatning ichiga 72 soatgacha qutuldiradigan kuch kelmasligi mumkin ekan. Jiddiy qutqizish Müştaq yetavrash bo'lib qolsa 72 soatgacha bizni balkim bir qutuldig'ili kelmasligi mumkin ekan. Shunga bu 72 soatning ichida bexatar joyda masalan yetavratgan vaqtida ham deyman 72 soatdan keyin deyman. Yetavratgan vaqtida bexatar joyda turish kerak. Masalan, burun talog'i jugurab chiqib ketdik. Agar talog'i chiqib ketib, maxsus shu mahallada yoki ishlayotgan yeringizda yetavrashdan mudofaalanadigan bir maxsus o'rin bo'lsa, shu yerga borsangiz bo'ldi. Agar uydan chiqib kelmaydigan ish bo'lib qolsa, uydan sakrab jugurab tushib nimalarni, palampaylarni hammadan qistilishib anadan keyin bir-birini mang'ilib qo'ymay undaq qilish emas. Agar uyning ichida masalan kitobning jihozlardan yoki uylarning derazalaridan yiroqroq yerda ustallar bo'lsa, ustalning ostiga kirib olsak bo'ldi. Uning asosli sababi agar ustida bir narsa o'rilib ketsa, bevosita beshimizga tegmasin, hech bo'lmasa ustal bizni qo'g'dab qolsin degan ma'noda. Anadan keyin yana birisi bak muhim. Har bir odamning uyida bir jiddiy qutqarish sumkasi bo'lishi kerak. Buningda 3 kunga yetadigan quruq yemaklik, anadan keyin batareya, telefonning to'qashlaydigan narsa, anadan keyin qo'lchiroq, agar radio bo'lsa radio, anadan keyin suv, anadan keyin ishlatadigan o'birni ishlatadigan masalan qog'oz, anadan keyin dori, o'zingizning davomli yeydigan dorilaringiz yoki og'riq to'xtatish dorilari degandek, anadan keyin mudaq kiyim almashtiradigan kiyimlar degandek, mushu narsalar bir so'mka qilib tayyorlab, ashuni davomli uyning bir yerga qo'yib qo'yib, agar ashundaq bir ish bo'ldi degan vaqtda agar uydan chiqib ketgan bo'lib qolsa, shu so'mkani ham ko'tarib ham chiqib ketadiganga 3 kunlik uyda qancha a'zo bo'lsa, shuningga shunchalik moslashtirib işte bir so'mkani bu balki yangi bo'lishi mumkin. Mushuni cho'qim Uyg'urlarningki mushuni amalga oshirishini men chin ko'nglimda umid qilaman. Anadan keyin jiddiylashmaslik kerak. Bularni cho'nglar jiddiylashib ketsa, kichik bolalar agar uyda bolalar bo'lib qolsa, ular texnik jiddiylashib ketadi. Cho'ng jiddiylashmay, aldirmay. Agar boshqalardan avval so'rmoqchi bo'lsanglar, telefon qilmay uchir qilsa yaxshi, chunki telefon qilgan vaqtida jiddiy qilishning odamlarmi shu o'xshash telefon qilib qolsa, aldirash bo'lib qolsa, ular aloqa qilishmay qilishi mumkin ekan. Agar do'stlaringizdan avval so'rmoqchi bo'lsangiz, uchir qilib sen yaxshimi yoki sen nada deb telefonning yo'lini egallab liniyani. Undan keyin yetavrashdan keyin yana bir muhim yeri yetara bo'lgandan keyin masalan o't ketadigan, masalan chunki gazningki nimalari, turbalari yerilib ketib, o't ketadigan bunday ahvollar nihoyatda xatarli bo'ldi-ki, shunlashqa yetara bo'lgandan keyin pastga agar chiqib ketgan bo'lib qolsa, gazlarni etadigan, undan keyin narsa ashtaq masalan turbalarni etadigan ashtaq ishlarni qilishimiz kerak ekan. Undan keyin bundaq chaqmoqlarda o't yoqishdan saqlanishimiz kerak ekan. Agar gaz bir yerlardan chiqib qolgan bo'lsa, uyda chaqmoqlar o't yoqib qolsak, balkim o'zimiz o't topni keltirib chiqishimiz mumkin. Anadan keyin dengizga yaqin yerlardan yiroq turish kerak. Agar dengizning yoniga borsangiz, dengizdan teshig'i yugurang, quruqlik tarafga, chunki yangi energiyasi sababli tsunami kelishi mumkin. Ondan qutulib qelish ehtimoliniz bor. Andan keyin mashina haydayotgan bo'lsangiz, mashina to'xtatsangiz bo'ladi, amal bor. Mashina haydamasangiz. Meningki hozircha deydiganlarim shu. Savollar bo'lsa. Rahmat bayam. Qachish imkoniyati bo'lmasa qaçmaslik dedingiz. Bu narsa yadim qoldi. Umurjan 23-kuni yetaverdi. 2,5 oy, 3 oy burunmi İstanbulda. Yetaverdi, lekin o'lim yetim hech qanday narsa bo'lmadi. Birsi yaralanibdi, derazdan sakrab yaralanibdi. Hozir rasman Shokirjon akamning vaqti soat 2dan yarim kecha soat 2da o'yatdi. Yana hech qandayligi sagak o'tiribdi-da. Sizni bek tutib oldim Shokirjon aka. Ya hech qisi yo'q. Men qiziq. Intayin yaxshi anladim. Partiyasingiz intayin yaxshi to'liqladi, kamchiliklarni yaxshi tushuntirdi. Halaqa qachidan vaqtda degini yana desak, o'sha navada Turkiyadagi shu 5 minut vaqt, Turkiyadagi shu 5 minut vaqtmi intayin muhim bir organlarga berilgan 5 minut ekan taxu. Shunga o navada 20 minutga Meksikaning seviyasiga yoki keyin o'sha Tokioning seviyasiga yetgan vaqtida jiq qarindoshlarimiz, jiq insonlar o'sha vahimadan yiroqroq bo'lishga fursat keldi deb o'ylaymiz. Ammo shu
Yani birisi hakikaten kaçışın olsa, kaçış amalı olmasa, binanın en küçük titrep duradigan bulunları ya ki Amerika'da closet'taydı, derizden irak sehraşının ornu yok. En puxta yerlerge berip amalının yo'qida en axirgi minutga ulguramagan vaqt shak turish menimcha yaxshi uyning o'rtasida turmaydi demakchi. Munchidagi yerlar yaxshi bo'ladimi? Unda kichik atrofini uni space qoladi, o'rin qoladi. O'zingizni hayotni qo'llab qilishga. Alikam texim tafsili tushuntirib qo'yish mumkin. Siz yana boshqa ishlaringiz bo'lganmi? Shakirka, sizga deyman. Ma'qul, rahmat. Men yana biroz turib ma'qul amsa. Balkim sizning so'ragan savollar bo'lishi mumkin. Biroz anglabdimman. Ma'qul. Siz xalqa vaqtida nima qilaversangiz bo'laverdi. Siz o'sha turpagingizni o'zim amaliyotda bizni bek xush qilgan ish chaqirib kelmaydi. Alika, sizni bek sog'iltib Yo'q. bir soat 36 minut. Assalomu alaykum. Men agar savol javob qilsaqmi bo'ldi, savol so'g'onlar bo'lsa, bo'lmasa tezlam qisqagina tevrashga munosabatli ma'lumotlar tafsili berildi. Men binoga munosabatli qismini tezlam tushuntirsam bo'ldi yoki savol bo'lsa savolni javoblasam bo'ldi. Hozircha siz shu nima qilsangiz Alikamni men Istanbulda o'qish kerak tunima. Alikam İstanbul Texnik Üniversitesi'ni bitirib kasbiy tevrash qurilish injeneri doktorlik maqolasini ko'rib bilan belki yoqtirib qoldim maqolangizni. Belki ko'rsatishim mumkin. Maqolangiz shu tevrashga oidkan, undan keyin Istanbul cho'ng qurilish shirkatida ishlayapti. Sizni texnik tafsil qilib o'zingizni og'zida bir anglab o'taylikmi? Ben 2011-yılı siz degandek İstanbul Texnik Üniversitesi'de şu YTRS Keçidamçan binalaylaş doğrusunda doktorluk makalemni yazıp 2011-yılı doktorlukunu tükettim. Ondan keyin Türkiye'deki çoğun şirketlerinin birisi de injenerlik kısmının mesulü bulup işlevatım. Onun sırtında 5 yıllık oldu. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'de Sirt'in magisterlik derslerini bir vatim masterlik derslerini muşundalık. Rahmet. Sizniki ekran eğer ben paylaştım. Benim ekranım göründü mü abi? Göründü. Yani biz YTRS'nin qandaq 101 diğerlik doğrusu tefsil məlumat verildi. Ben o yerga girmeylem. Binaga münasebetli kısmı bilen devam kılsam. YTRS'de binaga toğrusuga yoki horizontal besim kelgenden keyin binalar yıkıldı. Bunun sırtında binanın yıkılış sebeplerinin arasında eğer zemin yani aslındaki zemin yaxşı olmasa, bulapma kum suba kum zemin bolgan vaqtda ya solishish desek buludu Uyg'urcha, İngilizce liquefaction. Suga o'xshash holatga kelib bina o'rilib tushadigan ish bor. Mayada küçük bir tecrübe varken yapımlıklarını işleyen mani görüp ötsek videoda. Mesela binanın uçtak yerinin üstüge salımız. Biz kadar video koyulmayıvadı, avaz çıkıvadı koyulmayıvadı. Video kemidi mi? Video kemeye kaldı. Başkalarım şundak mı? Video kemigen bolsa meyle. Ben to'xtay. To'liq ekranni tıklasınız. Ha, siz kemidi mi? Bildim. Siz video ayrımken, PowerPoint'ten ayrımken ha? Hazır keldi mi video kemidi mi? Video kemdi. Fakat PowerPoint'ın ekranı ko'ratim. Siz bunda Ben PowerPoint'ın içige qo'shab qo'ygan buni ko'rinmaydi o'xshaydi unda olsa. PowerPoint'ni hozir mesela ikinci betine hiç baksanız birinci bet bilan ko'rinadi da deprem Hazır yıkılgan binalar görüldü mü? Yok. Hazır bir qancha PowerPoint'da juda o'xshamamdi. Deprem Uygurca ikkiga hujjat hem Türkiye deprem tehlike haritası. Hazır körendi mi bu? Amsa men to'liq ekran qilmay mushuna ko'rsatay. Ma'qul. To'liq ekran qilsangiz
to'liq ekran qilsangiz to'liq ko'rinamiki? Qo'yib boqamaydi. Baya to'liq ekran qilgan shu ko'rinmay qoldi. Bildim, sababini bildim. Sizin alik saat görünmüyor ekranı. Siz alik ortaklaşqa vaqtda faqat PowerPoint'ni ortaklaşqa o'xshaysiz. To'liq ekranda alik tam ekran yoki tam ekran entire screen degandek shaklda. Ha, to'xtamiz, ashto qilay. Hozir qo'yilg'il boshladi video. Mushta davom qilaylar unda bo'lsa. Ovozni o'chirib Mushtaq mening ovozim kelyapti-ku. Kelyapti, ovozing kelyapti. To'xta binoni yerning ustiga mushtaq solamiz. Agar yerning ostidagi to'proq qum, suv aralash qum bo'lsa, alt tarafdan yer tavrigan vaqtda ma'lum muddatdan keyin suv holiga keldi yer yoki zamin. Buning bilan bino butunlay yan yetib ashunaq yiqilgan ish bor. Manga o'xshash. Bu bir xil ahvol yer tavrashda binolarning zarar ko'rishligi mushaligi keldi. Agar qum, suv aralash qum bo'lsa, bunga alayda diqqat qilish lozim. Bunun misalları Yaponiyadagi yer tavrigan vaqtda 1964-yildagi binolar shunday butunlay yan yetiblam zarar bergan. Yana Türkiye'deki bir bina, bu Türkiye'deki 1999-yili yer tavrigan vaqtda shunga o'xshash binolarningki zararga uchirishi maydonga kelgan. Türkiye'deki yer tavrash xatiriga qarasak, bayma deb o'tdi Fatima xonim. Bu asosliq Türkiye'ninki zeminining jiq qismi, ya'ni %70-80 qismi shunda yer tavraydigan rayonga joylashgan. Faqat o'rta qismidagi Konya, Karaman taraflarda yer tavrash bo'lmaydi yoki az bo'ladi. Shunga Türkiye'de her daim yer tavrashga tayyorlik qilish lozim. Baya yer tavrigan vaqtda meydana keldigan dolqunlar tushundirildi. Bu dolqunlarni biz matematik bilen aslida nayti qalaymagan bir dolqun bo'lsa-mu, buni matematik bilen Fourier transform deymiz. Ayrım ma'lum bir chastotaga ega yoki period deymiz İngilizce. Yani bir narsaninki yerini almashtırıp asli yeriga qaytib kelishgacha bo'lgan vaqtga bir period deymiz. Bunun ta'tirisi frequency İngilizce. Bunu chastota deydi aqshan Uyg'urcha. Ma'lum chastotaga sahip bo'lgan shundaq harmonik sinus yoki kosinus dolqunluğa ayrıgılı bo'ladi. Bu dolqunlarga qarab, shundaq qalaymagan holdagi shu dolqunning ichidagi shu alayliklarga qarab, bu dolqun binoga qanday ta'sir qildi, qanday binolarga ta'sir qildi, buni biz hisoblay olamiz. Bino loyihalagan vaqtda shundaq dolqunlarni ayirib chiqib, qaysi binoga qanday besim ishlatadi, shuni hisoblab, shunga qarab loyiha qilamiz. Meyada bir yine tecrübe var. Mesela bazı dolqunlarda ma'lum igizlikdagi binolar texnolojik besimga uchrasa, ba'zilari faqatlam titrashmay turganini ko'ramiz. And then 3 1/4-inch diameter wood dowels. One 14 inches long, one 18 inches long, and one 22 inches long. To prepare the base, you'll drill a 1/4-inch diameter hole vertical to the base, one in the center, and then one each at about 3 inches from the end of the 2x4. On the base, you'll put felt pads that will allow you then to easily and smoothly run this back and forth along a tabletop without marring the table. In each of the 1x4s, you'll drill a 1/4-inch diameter hole
intermediate height building. And then we Mayede 3 binanın modelini yasavatı. Birisi igiz bina, ikincisi ottura igizlikteki bina, üçüncüsü az kavatlik bina. Muşularınki yeterli vaqtda qandaq besimga uçurganligini tecrübe bilen körsatmoqchi o'xshamagan şekilde. 3 binani hazır kurup oldu. and we've got a model for a short building. The idea of the BOSS model is that different height buildings will respond to different frequencies of horizontal ground motion. A tall building will respond to very slow or low frequency oscillations of the ground. So if I move the base slowly back and forth, I can get the tall building to oscillate. Mesela ben mayede muşunga o'xshash dolqunlarni ayrım sinus yoki kosinus dolqunlarga aylandığılı buldu dedim. Mesela ma üstteki dolqun bilen astdagi dolqunni selishtirsak, buninki amplitude cho'ngligi texmi cho'ng. Biz bu ivme acceleration yoki tezlishish grafikleri ma'o. Maninki amplitude yoki cho'ngligi texmi cho'ng, maning kichikroq, lekin maninki chastotasi jiqroq. Muşunga o'xshash mayadagi tecrübede mesela chastotasi cho'ng bo'lgan deb yetavlashla igiz binalarga texmi jiq ta'sir qildi. Ma 5'tikisi Tall building will respond to very slow or low frequency oscillations of the ground. So if I mayada kögünümüzde. slowly back and forth, I can get tall building to oscillate, where the intermediate and short buildings are not moving. If I move it more briskly, Bazı yetavlashlarning dolqunları ma'lum igizlikdagi binalarga texmi jiq ta'sir qildi. Maning o'xshash. intermediate height building, and the short and the tall ones are barely moving. To get the short building to oscillate, you need to move the base very briskly back and forth and dial in to the natural frequency of the short building, and we can see that the intermediate and tall buildings are barely moving. Bizden bina layihige vaqtda yetavlash shartnomalari yoki ölçemleri var. Bu ölçemler binaga qanchalik tezlishish yoki acceleration elishimiz lozimligini belgilab beradi. Bizden şu üstteki qora chizgidagi qora chiziq bilan chizilgan grafik Türkiye'deki bina layihlash ölçemnomasiga bergan tezlishish ölçümü. Muşun qargan vaqtda ma bizningki horizontal tarafdagi mayadagi sonlar binanın titresh periodunu yoki chastotasini ko'rsatadi. Masalan, 1 sekundlik titresh periodiga ega bo'lgan bina taxminan 10 qavatlik bina. Yani Türkiye'de yıkılgan binaların hazırlıkça yüz bergen yetavlashlarda yıkılgan binaların jiqi 5 qavatlik bilen 10 qavatlik arasındaki binalar. Mayadagi tezlishish değeriga qiymatiga qarasak, ma 10 qavatlik bina 1 sekundlik bina. Bunun ma tarafdagi en yuqori bo'lgan darajadagi tezlishish en yuqori bo'lgan qismdagi binalar 5 qavatlik binalarga udul keldi. Şuna yıkılgan binaların jiqi 5 qavat bilen 10 qavatlik arasındaki binalar. Bu hazır Türkiye'de yüz bergen yetavlashdagi Kahramanmaraş yetavlashidagi tezlishish ma'lumotlariga qarasak, bizningki bina layihlashda berilgan layihlash tezlishish qiymatining jiq ustunda. Yani ma qizil, ma ikki tarafdagi tezlishishninki xaritasi ma'o. Yani ma qora chiziq bilan selishtirgan vaqtda, masalan, 1 sekundlik mushadagi qiymatiga qaraydigan bo'lsak, 2-3 hassa texmi jiq. Şuna hazır Türkiye'de yıkılgan binaların sebebi şu. Yani bina selingan vaqtda to'g'ri bo'lmay qolgan yerlerimi buluş mümkün. Onun sırtida
Maya tevreşte oturga meydana kelgen tizleşiş yoki depremning kuchi bizningki bino selishda ishlatilgan shartnomaningki bergan sonliq ma'lumotlardan ko'p yuqori. Shunga jiq bino yiqildi Turkiyada hozir. Biz Meni bir sualim bor. Demek o yerdeki ölçem to'g'ri emasmi yoki nemish chataq? Ölçem to'g'ri. Hozir dünyadaki 2018-yili tuzilgan Türkiye'deki binalar shartnomasi hozir dünyadaki bütün fen texnika taraqqiy qilib mushiga kelgan. Mana yangi bir ahvol hozir yer tevreşte o'tirg'i chiqqan ahvol. Hozir mushu yer tevreş mutaxassislari shuni muzokara qilyotdi. Bu yangi bir ahvoldir. Yani Türkiye'ninki hozirgi shartnomasi, yer tevreş shartnomasi dünya bo'yicha ilg'or desak bo'ldi. 2018-yili bütün ma'lumotlar, bütün dünyadaki ma'lumotlarni yig'ib yangilangan. Yani dünyadaki en ilg'or shartnoma desak bo'ldi. Mana yangi bir ahvol. Manadan keyin texma mushu ma'lumotlar bilan o'zgartirilishi lozim. Biz bina layihaliga vaqtda mushu yer tevreş dolqunlarını binaga birib, shu binada qandaq ta'sir meydana keldi, mushularni hisoblab, binaga ishlatilgan beton ve tömini hisoblab chiqamiz. Şakircan saat hazır 2 bo'ldi go. 2 bo'ldi Houston. Qiziq deb juda yaxshi jihatdan o'rgandim. Mana bu haqiqatan ma'nilik bu yangi ilmkan. Ba'zi narsalarni aspas burun o'rgangan biz qo'shimcha qilib, lekin intayin puxta yaxshi so'zlayapsiz. Men yaxshi ko'rdim. Men chidab anglayapman, chidab qo'yman. Xushalik bilan. Bizden siz halqa vaqtda chiqib kelsiniz bo'ldi, anam qilmayman. Jiq vaqt uzidi. Fizikada yine rezonans deydigan binasi bor. Tabiiy fan o'qiganlar biladi. Binanınki baya men degandek bir titresh periodu yoki chastotasi bor. Yine yerninki mo meyada ko'rsatgandek, ya dolqunlarninki yine mushu yoki meydana kelish periodu yoki chastotasi bor. Bina bilan mushu yer tevreş dolqunninki mushu chastotasi bir-biriga yaqin bo'lgan vaqtda rezonans deydigan fizikadagi rezonansning ma'nosi o'xshash harakat qilish degan gap. Masalan, yer tevreşdan meydana kelgan dolqun binani bir tarafga ittirgan vaqtda dolqunmu ash tarafga harakat qilsa, bu yer binaning harakati to'xtamay cho'ng'ib boradi. Çoğuş neticesinde bina yıkıldığan iş buludu. Muşu rezonansını alayda dikkatke alımız bina layihaliga vaqtda. Meyada Amerika'da 1940 yılı selingan bir çoğun kövrükninki şamal bilen rezonansga kirib yıkılgan videosu var. Normal günlük şamal astıda. Bu Tacoma Narrow Bridge Amerika'da 1940 yılları selingan kövrükken. Muşu şamalga karşı abdan tetkik kılınmay selingan kövrükken. Şu normal bulduğun şamal astıda muş kövrük yıkılgan, muş rezonans okşaş hareket kılışıyla. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration, with a period of 5 seconds. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. Mava şu her gün çıkıdığan şamal astıdaki körükten hareketi.
Aşı normal bir şamalmış It's körükmüş remarkable şunda that the girders were this flexible. yıkkan. This is photographed at normal speed. However, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this. Bizning fizik kitaplarımız var diye bu şu körükneki hikayesi. Mayda videosunu ko'ryapman. Mayada tiziltayman. Muşuna ahırsta şu normal çıkıdığan şamal öyle muş körük yıkılgan. Bizden yetevreşke çıdamçan bina layılıge vakıttı mı? Biz muşu yetevreş dolkununki muş chastotusu bilen binanın chastotusu arasındaki münasebetini alaydı hesaplap aşnonga karta laylayımız. Biz bina layılıge vakitte bütün dünyada mı muşundak? Fakat binada ziyan meydanı kemeydan ya ki bina zarar Türkçe Uygurcasını tapamaya kaldım. Aşla bina laylamayımız. Yetergenlikin binada hasar ya ki ziyan meydanı kildi. Lakin bunun olan insan ölmesi lazım. Normalde bizden YTVR'de aldığan YTVR seviyesi 475 yılda bir kıtım bulduğan YTVR'de ki YTVR'ninki tizlenişini işletimiz. Muşu YTVR aslında binada muşu tahminen muşu mişedeki şekildeki okşaş zarar ya ki çatlak buluşu mümkün. Lakin bina yıkılması lazım. Yani YTVR'ki çidamçan bina diye vakitte hiç kandak çatlak ya ki ziyan meydanı kemeydiğen binalarla maksat kılınmaydı. Yine zamanıvi teknikler karaydıgan bolsak YTVR'ki karşı binanın astığa asan asan hareket kılalaydıgan zapças okşaş neslerini yerleştiriş bilen bina aslında YTVR meydanı kege vaxta bu YTVR'ninki enerjisi üst taraftaki binaga çıkmay aslında muşu zapçaslıdılan kaldığan şekilde layihili buldu binanı. Bu teknik hazır Japonya'da keng işletildi. Türkiye'de mi bütün çoğun doktorxanalarının hemisi de işletilir. Bunun ne çıkar türlü var? Cek işletildiğinleri birincisi kauçuk koyaş binanın astığa. İkincisi muşunda işki tümüğünün arasına küçük bir top okşaş bir parçanı koyup binanın üstteki kısmı o seleş, aslındaki kısmını uğulğu bağlaş şeklinde. Eğer YTVR'ge vakitte fakat ast taraftaki kısımlam hareket kılıp üstüge naiti az depremden YTVR'nin besimini üstüge çıkırdı. Bu doğrusuma mayadaki videoda kılınğandaki tecrübeler var. Bu texnikin aiti yaxşı YTVR'ga karşı çidamçan binalarlaştı. Lakin Türkiye'nin iqtisadi qarğa vaxtda azı qimmetroq to'xtaydi. Yani şahsi saldığın binalarda bunu işletiş qimmet hazırca Türkiye'de. Keyin texmiçaq Türkiye'de bunu işleyatgan bir şirket var. Keyin texmi caq şirketler muşularını işlep çıkarsa işletilishi mümkün. Lakin hazırca olturak binalarda bunu işletiş qimmetli to'xtaydi. Ma pastkisi men layiligen Akbank'ninki ma'lumot ambiri data center İngilizcesi. Bunun aslında mı muşunun okşaş kauçuk bilen binanı alttaki uldun araydıgan muşu texniki işletilgen. Buna İngilizcesi base isolation. Türkiye'de mi işletilir lakin hazırca kımmet. Ben bir şeyde toxtay eğer sual bolsa cevaplayı vaxtma cık uzadı.
Avazınız. Benim bir sualım var. Rahmet. Pek çok sorular geldi. Siz sorulan Fatıma Hanım. Ayşe onda bolsa eğer mesela İstanbul'dan Türkiye'den öy aldığan bolsak onunla binadan ki qanday sual soruş gerek eğer soraydigan bolsak. Bina öy elişte Türkiye'de 1999 yılı yetergenliğinden keyin bu bina layihalaş şartnaması özgergen. Yani 2000 yıldan keyin selingan binanı eliş lazım. Eğer imkan bolsa. 2000 yıldan burun selingan binanı amaslık lazım. 2000 yıldan keyin selingan binalarını ağa vaqtıma onunki Türkçesi statik proje deymiz. Kuruluş layihasini talep qilish lazım, statik projesini. Kuruluş layihasini körep, aşın qarab Türkiye'de mıcak hata layihalaydigan işlemi buludu. Aşınga dikkat qilish lazım. Eğer bizden Uygur qarindaşlarım şundaq öy aldıgan iş bolsa, eğer bu layihasini ala alsa, men tekşürüp bireleyme elinle amanla dep. Muşlağı dikkat qilsa buludu. Yani 2000 yıldan keyin selingan öylerini eliş lazım. Rahmet. Demek 2000 yılda kodning kod deymizmi Amerika'da? Şu özgerdi bir derece talep yukarı koyuldu, kam ko'lamda deyilgan gap. To'g'ri. Endi savollarni bir so'rashga boshlaylik ha. Qilcha savol keldi. Shakirjon kam deydi, ya so'rashdan qil, ya qilishni so'ylab. Eng dastlabki ilk tiklash o'zingizning hayot hikoyalarini so'zlab o'tdingiz Shakirjon aka. Shu chog'i so'zlagan vaqtlarda yezgan inkaslarchi. Yani andikin yeterlisin aldın taxmin qilgan bunun javob chiqib bo'ldi. Yeterlisin ziminik sabablar qaysi? Onun javob chiqib bo'ldi. Andikin deydi, Shakirjon efendimdan keyinchi bo'sh vaqt bo'lib qolsa, yoshlar doim yetakchilik qilib turishni umid qilaman deydi. Doim bir siz bilan yani qattiq taklif turamiz. Yani nima uchun tavrat bunimiz nemiz chiqib bo'ldi. Andikin Shakirjon efendim bek yaxshi tayyorlik qildi deydi. Uni bir soat burun gapga. Andikin 5 haqida ko'pinchamiz bilmaydigan nurg'un bilimlarni aytishim tushuntirib berganlar rahmat deydi. Rahmat. Andikin yer tevreş yüz berishning oldi keyinda yer qatlamidagi o'zgarishlardan suvning tarkibidagi moddalar va bu moddalarning tarkibidagi har qaysi ionlardanmi o'zgarish bo'lganligi haqida qanday tadqiqotlar bor? Yer tevreş yüz berishning oldi keyinda suvning tarkibidagi moddalar va bu moddalarning tarkibidagi ionlarda o'zgarish bo'lganligi haqida qanday tadqiqotlar bor deydi. Buni Shakirjon aka yoki bu iyonlar to'g'riliq tadqiqot biroz bo'lgandek esimda, u iyonlarning o'zgarishi ahvol orqaliqmi, masalan, keng ko'lamda signal olish yoki signaldan boshqa dar odamdiq. Shuni olishda ma'lum bir tirishchanliklar bor. Buni yana men tekshirib boqay. Bu jihatda cho'nqur qanchalik ilgirlik olg'a surildi. Endi ko'p hollarda ba'zi tadqiqotlar umumyuzga aytganda boshlandi, tadqiqot boshlandi, unda bo'ladi 10 tadqiqot boshlansa, bir ikkisi uzib chiqadi oxiri. Bunda tadqiqotlansın şirketimiz. Alloh bilan tabriklayman. Mana deydi. 3 o'lchamlik besish texnikasining hozirgi bek modugi 3 o'lchamlik besish texnikasiniki ofatdan keyin qutqizish normal hayotni asliga keltirish xizmatlarida foydalanish va imkoniyat qanchalik dedi. Mesela qo'g'itnish kapsi, yani bir shu 3D printerda foydalanib, kapa, andikin turalg'i silish, tok, suv yo'llarini asliga keltirish boshqa muhim masalalarni surat yasab chiqish degandek dedi. Buni Sana. 3D printer sizde bakamsınız. Ama dedi ki 3D printerda 3D printer 3D besish texnikasiki operatdan keyin qutqizish va normal hayotni asliga keltirish xizmatlari paylash imkoniyati qanchalik deydi. Bu Uyg'urcha 3 taraflamalik besish nima deydi Uyg'urcha? 3 o'lchamlik besish. Bu texnika nihoyatda yangi, lekin amaliyotda bino selishda ishlatilmaylikda. Bu nihoyatda yangi. Agar
yani gelecekte alayda terakki kılsa işletisi buldu. Hazırca onun işletilişi yok. Belki yeni bir teknik. Rahmet. Haberlerde az dolu köydük. Andikin deydi burunqu ölçem, öy silişinin ölçemleri demekçi. Bina inşaatın ölçem. Burunqu ölçem bu qatım YTV'nin keyin qaptı deydi. Andikin 1999 yılı çıkan ölçem var. 2000 yıl dedim. Şu yıllara çıkan. Şunu olan hazırki ölçem arasında farkı yok Türkiye'ninki. Eğer şu ölçemge asasen bina silingan olsa yine yıkılması lazım bina. Hazırki ölçem bilen farkı yok. Lakin onundan burunki ölçem 1975 yıldaki ölçem. Buma tuluk işletilmeptiken. Onundan silingan binalarda aşındak kemçilikler var. Hazır icra kılış nereden ne geçer? Mesela icra kılış, mesela ölçem var. Bu bize teknolojiye ya ki ilgilikni meblağ salışta plan buldu, onu icra kılış nemesi. Türkiye'de bütün lahiyeler resmi kontrol kılınıp devletten tasdiklandı, icra kılındı. Lekin mao otur şerqtiki halkda şu taraq qilayotgan devletlerde bir nima var. Binasını estayidil qilmaslik. Türkiye'de bir gap var, bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Ya bizga binası bo'lmaydi degan gap. Nayte küçük işlerde dikkat kılmayı mesela betonga normalde su qo'shishning bir ölçümü var. Ondan cek su olsa betonunki çidamçanlığı düşüdü. Bunu beton fabrikasında aşı ölçem bu işi teyarlap kamyonga koyup mana apırıp sahaga verip tüken dese sahaga kelgenden keyin bu betonda su az olsa işleş tez oldu. Yergi bağmay işleş tez oldu. Sahadaki işçi bunu asan kılış için üstüge su koyduğun gibi. Hiç bunu işi hiç kandakilik materyaldan uğurlaş, hiç kanda bir niyet yok. Fakat aşağıdaki işçininki dikkatsizliği ya ki bilimsizliği sebebiden işini asan kılış için üstüge su koyduğun gibi betonunki. Bu su koyaş ile betonun çidamçallığı düşüyor. Muşunun okşaş işler sebep buluyordu binadaki süpetine yakşı olması kadar. Lakin resmi şartname, resmi nemide bir çatak yok Türkiye'de. Bütün dünya bu işi ilgar desek buldu hazır şartnamesine. Bu neyle işini başka taraflar buraydan gepleyecek şirketti. Siyasi taraflar buraydan alacak şirketti. Sana düşündürsünüz yaxşı oldu. Hazır ben bir kança resimden göstereyim. Bazı binalar üyürlü, bazı binalar üyürlümeyen işler var. Bu yanmayan binalardan şu. Aslında okşaş değilik binalardan. Hazır del açtık binalarını tapamadım. Mesela mayada çıkıp binalar o aşına okşaş. Bunun sebebi ne mi? Bunu okşamaydıgan şirketler kılgan buluşu mümkün. Birisini başka şirket kılıp birisini başka şirket kılgan buluşu mümkün. O şirketten yaxşırak buluşu mümkün. Onun sırasında binanın içinde tügrük, bu beton tügrükler pek mühim. Eğer məlum bir ya ki iki tügrüknün içine selingan beton süpüte yaxşı olmasa, eğer o iki tügrük yıkılsa bütün binanın yıkılışı sebep oluşu mümkün. Aşının okşaş ne çıkıl binanın yıkılışı da hem de bina layılığa vaxtda aval yeni tetkik kılıp doklat teyalaydı. Onu dinken injiner bina lahileydi. Onu dinken müteahhit deyimiz binanı salıdı. Muşlarının hemisininki mesuliyetçilik var. Eğer muşların içinde məlum birisinin hatalığı olsa yine binanın yıkılışını keltirip çıkarışı mümkün. Hazır mesela ma binalar aşında sınadığınızda ki. Meğer bir bina tiklam turuptu, etrafı örülüp gitipti. Başa şu maydan şirket kuldan buluşu mümkün o binanı. Andiken bu program arkalı yaxşı düşünceler iyi olduk deydi. Köp rahmet deydi. Ali muallim dep soraptı. Hazır Türk Ali muallim dep yani sizin sormakçı. Türkiye GTR çiğdamlık şartına uygun silingan binalar kançı balık çidaşlıkta soraptı.
Biz binalaylıge vaqtda bal işletmeymiz, lekin ma'lum bal yeterge vaqtda meydan keldigan dolqun var, tizlishish. Tizlishishni ishlatimiz. Bizden işletken tizlishishimiz bay degandek 475 yılda bir kıtım bulduğun yetevreş. Bu Evet. tahminen 7.2 etrafındaki yetevreşlerge tenkildi. Rahmet. Andikin binanın ulug' işletken kauçukning kollarının ömrü kaçlık deydi? Binanın ulug' işletken kauçuk. Normalde binanın ömrü 50 yıl, bütün dünyada şundak. O kauçukun ömrü 50 yıl. Hava şaraiti tüpeli çürüp geçiş ihtimallığın var mı deydi? Yok, hava şaraitte çürümeydi, lekin soğuk havada nöldün tüven 30-40 derecelik soğuk oğa vaqtda alaydilikini özgertidigan iş var. Bizninki layligende işletken alaydilik demez, başka şekilde alaydilik özgüreydigan iş var. Onun sırtında çürümeydi o kauçuk. Yine şu 50 yıl binanın ömrü bilen okşaş kauçukun ömrü. Rahmet. Andikin hazır kadar dünyada yeterliçler en yukarı boğan Balkan'da dedi. Şakirka. Alas, böyle Şakircanka. Hazır kadar yüzde yetersiz en yukarı bal kançılık mesela 9-10 bal diyendek var mı dedi? Hazır meni esimce derhal kelgini Yaponiyadaki 9-18 lekin Alaska yeterişim var. Umuşudam ama bu alaka hazır ondan alaka mega earthquake deymiz alaka o mümkün mü dep onunla sual koymiz. Köpallarda hem de ondan yukarı asa uçurmaydı. Andikin rahmet Şakircanka. Osmancısının köz şarkılık yeterliçin aldım ötkerlerden kişilerin perazını. Ha bu asmancısının köz işimiz var. Astrolog diyen gepler kişilerin deydiler. Kahinde kişilerin. Onda iş ben çıralık tarafında Yetevreş birinci dünya boyunca Yetevreş nimisini bunun bir organ buldu. USGS demdik. Yani şu organ en aşağı Yetevreş'in uylamaları. Bilen düşündürşelim. Ben yet avazki çıkıp vardı mı ya çıkıp Yetevreş'in yer böleklerinin sürgüleşişinden kilip çıkıtken adır onu bileletken. Başka nasıl? Şuna kadar toplanan injinerine boşluğun. Yani ne dedi? Aylık jığılıp kalan energiyani boşluğun ya ki bekaklı atalığın teknik var mı dedi? Yok. Mümkün emas. 7 kilometr çukurlukta eğer onu boştalaydigan bolsak, onu ayak mümkün emas. Andikin beton pürkeş şirketinin ustası vaqtın utuş üçün beton soğuk etib etkenikin 4-derlik quyuq sımınıt, 1-derlik suyuq sımınıt qaynab ketken. Bu sual emasken. İstanbul'daki izolasyon bolmagan, yani ayrı bitilgen degan gap. İzolasyon ayrı bitilmegen binalarning 20 yıldan artıq bolgan o'ltiraq rayon binalarının yeteriş chidamchanlik adati qandaqroq deydi. Binanın çidamçallığı bina selingandan başlap biz normal ömrü 50 yıl deymiz. 50 yılgacha özgermeydi. Eğer 2000 yıla yaxşı selingan bolsa, şu 50 yıl boyunca yine aşında çidamçan kaldı. Eğer alayda bir nem hava boğa vaqtda betonun içindeki tümünü çürütüdüğün ehval buldu. Eğer alayda bir şerait bolmasa normal ehvalda çidamçallığı özgermeydi binanın. Şakircanka, sizin mutaxassislik sahanızın yeni bir soru. Neft qezish Yetevreşni sebep bulamdı. Qanchalik sebep bo'lib qolsa agar ta'sir qanchalik bo'ldi? Endi neft qazish, energiya qazish bu Yetevreşdeki kuch xuddi toshdek bir kuch desa, insonlarning shu toshga tekkizgan kuchi chumolining kuchi. Evet, obrazlık tushuntiradi. Andikan yana bir mana shu kishilarning kallasida to'rlar, Twitterlar eqib turgan bir gap bor. Twitterlarda bir qancha oldin mushal yetarish mumkin, munchalik cho'nliqda 7.4 bal cho'nliqda yetarish mumkin degandek farazlar o'tirib qo'ygan limlar ekan. Ularni qanday tushunmaymiz? Andikan avval mushun
deb bilsangiz. O mümkün deganning xatosi yo'q. Chunki abay degandek yataverishni 5 yil burun Poloniyada mundaq munchalik cho'nliqda 7dan 8gacha yataverish mumkin deb uni digil oldu. Lekin Shakirkamning degandek, yataverish naq shu yatavergan qanday vaqtda yuz berdi, qancha bal yataveradi, nada yuz berdi. Chunki anda ilqi yataverish belbig'ning xaritasi aniq, shunga nisbatan albatta, shundan oldin ma'lumot belgili bo'ldi. Yana bir usuldan tushuntirsak, odatda bir yerda yatavergan bo'lsa, ba'zi yerlarda yataverish 10 yil kechikdi, 100 yil kechikdi degan gaplar bormi? Bu texnik jihatdan tarixiy sifirlar bilan hisoblab, mushu tarixiy ahvol mushu ikki qatlam yoki ikki quruqliq bir-biridan surkilishi o'xshash bo'lgan vaqtda mushundaq bo'ldi deb hisoblash bu fan texnikalik hisoblash. Lekin u yerning qatlami asli shu qadar murakkabki, shu hisoblash masalan o'xshash hisobladi degan vaqtida, lekin yerning qatlami har xil o'zgarib, ushaq 3dan yoki 4dan tuvan yatavrashlar bo'lib, burunqi kuchi porjining kuchi yeniklab ketgan bo'lsa, keyin so'zilib ketadi. Porjining kuchi yig'ilib bo'lguncha. Demakchi, buni endi shunday tushuntirsak muvofiqroq bo'ldi. Ba'zilar deydi, ba'zilarning umri uzunroq bo'ldi, falon vaqtda odamning hayot munchalik degandek, bu farazni shunday tushunsak bo'ldi. Haqiqiy yatavrashni oldin ma'lumot berish, sifatlik to'g'ri ma'lumot berish hozir dunyoviy shu USGS degandek safoliq organlarning aytishilarni aytganda bu hozirgacha bizga mansub bo'lgan qobiliyat emas. Ya'ni fan texnikaning, ya'ni ilm fanninki qiladigan ishi oldin faraz qilish. Biz hamma narsani tarixni o'rganib, shu tarixdan kelgusida nima bo'ldi degan farazni agar qilmaydigan fan texnika uras ilm bo'lmaydi u. Hozirgi zamon science ashta bo'ladi. Şunu onu faraz qilmasak, o çağda yer şarininki ishki qismini tadqiq qiladigan bu yer tavrash olimlari bika chiqqan bo'ladi. Şunu onu faraz qilib bo'ldi, lekin uni oldin ma'lumot bergan olmaydi. Andikin rahmat. Yana amalan qiziqayotgan savollardan birisi sun'iy yer tavrashni sun'iy paydo qilulamdi. Davlatlarning ashta kuchi bormi deydi. Bir davlat yana bir davlatni qila olamdi. Abi Shakirkam so'zladi-ku, atom bombasi portlagan vaqtida yetaveraydi. Rahmat. Demak, yana bu javob berishning hojati yo'q bir savol. Hozir 2 soatni eshitdi. 2 soat 18 minut o'tdi boshlag'ali. Andikin Shakirjon soat 3 bo'ldi. Bak uzun tutib oldik. Yarim kecha soat 3 bo'ldi. Savollar endi mushada to'xtatsak bo'lamiki? Sizlar bir soat atraf qilishni o'ylagan, lekin mehmoncha xo'g'ashga ishlab ketdi. Bu biz buni yetaverish to'g'riliq bir ilmiy tushuncha ega qilish maqsadida nima qildik? İşte rahmat. Bilimga ahamiyat bergan bir qilish uchun kishilar ashuna bilimga ahamiyat bergan bir kayfiyatning avjilishiga foyda bo'lish uchun. Masalan, hozir Alikamniki, doktor Alikamniki maqolasini qilyapti. Masalan, bina silish normal bir bino bo'lgan bilan, yani sirtda ko'rinishda saranqibda ko'ringan bilan uning ichidagi hisoblashlari, masalan, mayadagi matematikalar ichidagi sal turib chiqdi. Masalan, matematikalar bu narsalar bu iliqi, yani bu butunlay bir bilim. Mening doktoranın mavzusu alaydı bir mavzu. Baya binanın aslı kauçuk koyumuz dedik. Biz buna pasif kontrol deyimiz. Pasif kontrol yüzünün alaylıkını özgertmeydiğen binaga yetevreştin basınç kelge vaxtda, besim kelge vaxtda aşını azaltılgan bir texnika. Onun sırtında aktif kontrol var. Aktif kontrolünü maşini sazlıkta okuğalla bildi o. Yine elektrik mühendislerime bilişi mümkün, elektrik engineerlere. Yer tevrege vaxtda binanın içine alayda bir cihaz koyup
yer tevreş şu mesela birinci skinotda binaga bir besim kılgan bolsa özünün alaydilikini özgertip şu yer tevreşke karşı küç işlep çıkarıp binanı qoğdaydigan bir texnika. Bunu aktif kontrol deymiz. Yaponia'da bir 15-20'dek binada var. Amerika'da 1-2 binada var. Onun sırtıda bunun nemisi yok. İşletilgen yeri yok. Alaylı bir texnika ve kıymet. Benim doktorluk makalem aşnoğu münasebetlikti. Aşnoğu ait bir iş oldu. Ben o birinci Yaponia'ya bir hep tuturdum. Bula bizni ernet basak Amerika konsolunun yerinde Intercontinental degan bir mehmonxona var. En bexatar Amerika'nın vekilleri kesmiş, o'rlashtirmiş bir şey turdi deydi. Üstüde tesadüfi yer tevrip ketdi. Olmasam ben kompüteri biraz yazıyotgan o'rindiq mağıdı. Polanşida o'rindiq. Beramini polanşida şundaq. Ben oltadım bu şu Yaponia'nın bu texnikasini sinab bakaylı deb ko'nglim shundaq ansirdim, lekin ishlash bor. To'xta deb bir javob. Sebepning alim deymiz, sebep yaxshi qilinganda bu sebep bilim. Rahmat. Endi mesela mayada qana badir o'tib ketdi. O'lliq kasirchilik ajoyib inchik bir sallanib ko'rdim men maqolada. Ahırlarda bağlı mesela yerlerim köydüm. 0,00019 mesela biz her yıl bu çekiş bundak inçki iş kılmayımız bu. Muştak inçki hesaplaşlar bilimki muştak ehmiyet veriş bizne kutuldurdu demekçi. To'xtab turing, men magipingizga azroq tutish kirgizib qo'yay. Uni inchki hisoblamasa, uningki natijasini ko'rolmaydi. Ha. O shundoq ashta kichik narsa u ashta kichik sonliq ma'lumot. Agar uni shu inchkilik kichik hisoblamasa, uningki natijaga ko'rsatadigan ta'sirini ko'rgila olmaydi. Rahmat. Programma belki yaxshi oldu. Men shu nima tayyorlik qilish uchun belki chex narsani ko'rdim. Ko'rib boshqa tillardan turklarnikidan har kundagidek 10 necha soatlab shu yer öğreşte orta nimalar bo'ladi. Turklardan bu seviyede tushuntirib baqqanni ko'rmagandim. Sizlarga bek rahmat. Boshqa yangi savollar keldim-kelmadimi? Mesela may hisoblashlar demekçi menchu. Belki kichik bolalar mesela o'zlari matematik darslarini o'tma, o bolalar nimaga o'ynagan uqmaydi, sinus kosinus degandek mesela. Mushta narsalarni ko'rsatdi mesela oldingi kunlari. Sal munosabatsiz gap qildim. Endi men ekranimni to'xtatib tursam. Boshqa sizlarning qo'shilgan gaplaringlar bormi? Meni o'ylaganim intayin ma'nilik yaxshi programma men uchun o'rganish bo'ldi deb o'ylayman. Intayin shunga qat'iy ekanmidi-da. Soat necha bo'ldi? 3dan oshgan. Shu ishlashib ketadi sizga. Odatda men qo'shilganim kechda vaqtim jiqroq bo'ldi. Chunki kunduz aldirashchiliklar o'tib ketdi. Ham kechda uxlash vaqtimizni biroz nima qilsak bu. Bugungi yana bir muhim narsa bizning o'rganganimiz, hamda mening shaxsiy o'rganganim bu shuni bilib olishga bo'ldi. Bizning yer tavrashga oid shu ilmning shu qadar kelgusining borligi. Shu ilmlarda o'qiydigan o'quvchilar bo'lsin, kasbiy xodimlar bo'lsin, ya shu sodini qiladigan shirkatlar bo'lsin, kelgusida haqiqatan cho'ng bozor bor, ehtiyoj bor, qobiliyatga ehtiyoj demakchi. Shunga shu qobiliyatni yetildirib, balki shu jarayonda kelgusida xuddi Nobel mukofotiga erishgan qobiliyatlarga biz shu sohalarda texim ehtiyojligini shu dunyo, Turkiya va keng ko'lamda insoniyat bizni chaqiryapti demakchi. Programga rahmat, hammalarga rahmat. Biz rahmat aytamiz. Hammalarga rahmat deydi. Biz shu nimamiz bilan bayamqi videolarimiz, bayamqi bir kirish videoyimiz bilan tugatyapmiz. To'xtab turing, men bir yerni qo'shib qo'yay. Ba'zanlar savollar bor. Ba'zanlar dedi, "Ya bak kechidlam tavraydik-ya" deb. Muhim savollar. Undaq ish yo'q.
yer her qanaq vaqtda təvrəverdi. Lekin qattiq təvrəşlər kechasi bo'lamdi yoki kunduzim bo'laveradi? Yo'q, unda ish yo'q. Barliq yer təvrəşlər har qanday vaqtda tez taralgan bo'lsa. Andiki manda dediras. Bir savolni qochirib o'tma. İstanbul keyin qatimliq yer təvrəşning vaqtini deb bersin deydi sizga. 3 yılda. Şunu qarta tayyorlik qilmoqchi o'xshaydi. Hammanglar rahmat, Alloh rozi bo'lsin, ilminglarni ziyorat qilsin deydi. Rahmat. Hamsa o'sha yerda boshqa qo'shimcha qilgan yerlar bo'lmasa, men mana shogirdga bakrak o'ylashib qoldim-da. Hamsa rahmat, programmani o'sha yerda oxirlashtiraylik. O'sha Sizga ko'p rahmat, bak yaxshi tayyorlik qilibsiz. Bak ta'sirlandim sizning inchikam, atrofliq nimangizdan. rahmat. Qavash kelin chiqib ketib qolib, men oxirlashtiradi.